Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve barakatuhu. Bizden programımızı görüş için intizarlık bilen kütüp tuğan bütün qarindoshlar Allah'ın rahmeti mağfireti üstümüzge olsun. Allah bizdeki tutkan rozumuzni qabul qilsin. Dualarımızı icabet qilsin. Elbette ötken qitimda biz Avustraliyadan Ümit Musabayev qarindoshimizdan qimmatli sözlerini, dersini anlap ötken edik. Bugün hem fikirime geldik çünkü hakikaten tahirsizlik, ciddiyet, bizningki ciddi bir hizmet girişimizni her taraflama, her yerden baş çıkarıp Xitayning bu zulmü karşı ciddi bir hizmet qilishimizni kutib turayotgan bu paytda ciddi derslerimizni o'rlashtirishga başladık. İnşallah bundan keyin yana davomliq chiqish yo'limizni izlaymiz. Qanday qilsak to'g'ri qilimizni izlaymiz. Qanday qilsak Xitoyning bu zulmini to'xtatishni qo'lga keltira oladiganligimizni izlaymiz. Albatta bu faqat so'z bilan bo'lmaydi, amaliyot bilan bo'ladi. O'tgan qitimliq programmamizda 3D dersi orqali biz Sharq Janubiy Osiyodagi aynı zamanda urush bo'lish ehtimolliqi bo'lgan va Sharq Turkistonninki shu urush bo'lib qolgan vaqtida qayerda geopolitikalik o'rnining qayerda bo'lganligi, qaysi bir shakl ta'sir ko'rsatganligi, biz qanday qilganligimiz to'g'risida biroz to'xtalib o'tgan edik. Bugun biz texim muhim bir tema ustida paranglashimiz, qarindoshimiz Ümit Musabayev bizga o'zining eng qimmatli so'zlarini, ilmini bizga bayon qildi. Aynı zamanda bugün 20 yıllık, 30 yıllık bir chet el hayotida tashkilotlar nima ish qildi, nimani qilolmadik, buningdan keyin nimani qilamiz masalasida amaliy shaklda misollarni keltirgan holatda darsimiz bo'ladi. Buningga qarindoshlarimiz texnik ko'p qarindoshlarimizning qatnashishini qo'lga keltirish uchun ham bahrilashingizni umid qilamiz. Birlikda taklif fikrlaringlarni berishni umid qilamiz. Naq maydonga telefon qilib aqida şu art olmasdan yazıqlarımız bilen yani cümlelerimiz bilen anda qilsak oldu, manda qilsak oldu deb o şekildeki ifadelerimiz demez. Amaliy işkiranda bizlerge veya ki dostumuz, qarindoshimiz Ümit Musabayevga o'zinglarning suollarini tashlash orqali bu yerda umumiy bir mulohiza shaklida chiqish yo'limiz ustida tafakkur qilamiz va izlaymiz aziz qarindoshlar. Mening kayfiyatim bugün biraz yaxshi emas. Aslında 2-3 günden beri yoki 4-5 günden beri bütün Sharq Turkiston xalqininki, chet elda yashayotgan muhojirlarninki kayfiyati yaxshi emas. Bizni haqiqatan Xitoy bu qitim rasman ham achchig'imizni keltiryotdi, ham bizning psixikamizni buzib o'tish uchun qilyotganini qanday bilmaymiz. Shunaqa bizga jiddiy bir hujum qilinyotdi. Filistinga Isroil o'zining bombasini o'qini etayotgan bo'lsa, bizning xalqimizga Xitoy nihoyatda jiddiy bir shaklda bizning nomusimizga tajovuz qilyotdi. Bizning ojiz singillarimizni tajovuz qilyotdi. Shuning uchun biz albatta Filistin xalqidek bir zulm quchqigan bo'lsak nima bo'ladi deb shuni umid qilib qoldik bugungi kunda. Bizning nomusimizga tajovuz qilmagan bo'lsa, qizlarimizga tajovuz qilmagan bo'lsa, bizga o'q otgan bo'lsa, bomba yog'dirgan bo'lsa, albatta Xitoy biroz o'g'ilvaldochilik bor deydik, ammo maalesef bu namussiz, bu rezil, bu Xitoy bizningki eng ojiz nuqtamizdan hujum qilyotdi. Bizningki hammalarning biz bir Uyg'ur qisoskorga aylanishimizga yo'l ochyotdi va uni tashabbus qilyotdi. Uyg'ur bo'lsang maydonga chiq, bizning qisosingni ol, chunki biz sendan qisos olyapmiz, sening g'ururingni depsanda qilyapmiz deb bizga urush e'lon qilyotdi. Bizmi ham bugun urush e'lon qilish sadolari butun chet elda yangrayotdi. Yoshlarimiz Xitoyga qarshi urush e'lon qilgan bo'lsa, qani bizning milliy armiyamiz, qani bizning mujohidlarimiz, qani bizning qurolimiz, qani bizning o'g'ilvalligimiz, erlikimiz, biz bu zulmga, bu dafsandichilikka chidamadik deb har yerdan har xil shuorlar chiqyotdi. Ammo biz bu darsni o'rlashtirishimizga sabab qarindoshlar hayajonlanmasligimiz, Xitoyning dibiga usul o'ynamasligimiz, pitninki chaqqonligidan achchig'inib ko'ngligimizni o'tqa solmasligimiz kerak deb
eng to'g'ri bo'lgan, eng ilmiy bo'lgan, aqliy, naqliy bir şekilde derslerini o'rinlashtirib, Xitoydan zodi qaysi xil şekilde qutulimiz onun zulmidan ve qanday qarshi turamiz degan masala ustida ilmiy şekilde olimlarimiz bilan Ümit Musaboyevdek aynı zamanda xalqaro diplomatiya, xalqaro munosabatda o'qiyotgan bizningki haqiqiy o'qish bilan, ilm bilan chiqish yo'l topadigan qarindoshlarımızning og'zidan biz buning javobini olamiz aziz qarindoshlar. Ya'ni hayajonlansak bo'ladi, chaqalsak bo'ladi, to'g'lasak bo'ladi. Ammo bizning chiqish yo'limiz tabiiyki aql bilan, vahiy bilan, ilm bilan bo'ladi aziz qarindoshlar. Shuning uchun necha kundan beri Facebookda, WhatsApp'larda to'layotgan, jar silayotgan, Xitoyga qarshi jihad qilishimiz, qurolli kurash qilishimiz kerak, da'vatgan, jinimizni pido qilishimiz kerak degan da'vatgan qarindoshlar mana shu naq maydonda o'zimizningki so'zini bizga WhatsApp orqali telefon qilish orqali o'tirib qo'ysanglar bo'ladi. Shuar bilan ish olmaydi, faqat chaqirib to'lab qo'yish bilan ish olmaydi, faqat strategiya, muhim plan, proje, aql, amaliy xizmatlar bilan ish hal bo'ladi aziz qarindoshlar. Men so'zni Musaboyev qarindishimizga berman. O'tgan qitim biz qarindoshlarga va'da qilgan edik, biroz tushundirish bergan bo'lsa, biz bu Musaboyev qarindishimizni to'nib olgan bo'lsak da bir qancha qarindishimiz talab qildi. Shuning bugun qarindishimiz o'zi xolamagan bo'lsa-mu, men o'zini biroz qisqacha tanishtirishni taklif qildim. Inshaalloh biroz o'zini qisqacha tanishtirib o'tgandan keyin biz bugungi Sharqiy Turkiston harakatida Xitoyga qarshi nemimiz yo'q, nemimiz boti, nemish qilolmadik, buningdagi nemish qilamiz degan savollarga javob deb chiqamiz. Assalomu alaykum, hurmatli Ümit Musaboyev qarindishimiz. Bizning ishkironimizga xush keldilar. Va alaykum assalom. Allah razı olsun. O'zlarini qisqacha bir tanishtirib o'tgandan keyin andan darsimizni boshlasak deyman. Bo'ldi. Men Ümit Musaboyev. Men Sharq Turkistondan G'o'l shahrida tug'ilgan. Men 2005-yili Avstraliyaga kelgan. Avstraliyaga kelgandan keyin bu yerda o'rta maktabni o'qish yerda qaytada o'qigan bo'ldim. Ondan keyin G'arbiy Sidney universitetida xalqaro munosabatlar kasbiga kirdim. Ondan keyin men kasb almashtirib kompyuterga almashib ketdim keyin. Endi Sharq Turkiston harakatida bo'lsin, tashkilotlarning ishida burun bo'ldim bir qancha yil. Ondan keyin o'zimning kuchimning yetishicha Avstraliyada yoshlar ovozi nomli bir to'r bekat burun ba'zi vatandoshlar bilishi mumkin. Shu Avstraliyadagi yosh bolalar bilan Yevropa va Amerikadagi ba'zi qarindoshlarimizdan yordamlashish bilan shu to'r bekatni qildik. Endi hozir o'zim Melbourne shahrida turyapman. Bu yerda hozir yangi kasb bo'lgan kompyuterda ishlayapman. Yani o'zingizningki kompyuter kasbida ilgarilayapsiz va xalqaro munosabat o'qigan va bu siyosiy sohada bo'lsin, ijtimoiy sohalarda bo'lsin, o'zingizningki bir kishilik to'pisini qo'shib kelayotgan bir qarindishimiz. Xo'sh, bundaqda hemen darsimizga kirib kelsak, kirishdan burun bir jumla so'zni ilova qilsam, tashkilotlar qurildi, chet elga chiqqandan keyin bugungacha 20 yil, 30 yil, 40 yil vaqt o'tdi. Nurg'un ishlarni qildi, Alloh rozi bo'lsin ulardan. Bu Uyg'ur harakatininki Xitoyga qarshi zulmga qarshi Uyg'ur harakatininki bugungacha bu varis bo'lib, bizlargacha da'voning oxirini olib keldi, davomlashtiryapti. Alloh rozi bo'lsin. Ammo nurg'un narsalarni qilolmayotganligimizni ko'rib yetyapmiz, qilolmaganligimizni ko'rib yetyapmiz tashkilotlar. Va buningdan keyin ham tashkilotlar nima ish qiladi, bu narsa aniq emas. Ba'zi tashkilotlar o'zininki ideologiyasini, o'zining yo'llarini, plan projelarini o'tirib qo'yayotgan bo'lsin, ya'ni ko'pincha tashkilotlar o'zining nima ish qilayotganligini, hatto liderlarmi ba'zida o'zining kelgusi plan projelarini o'tirib qo'yolmayotadi.
Biz bunun xatim beriş üçün bunundan keyin işkiranımız arqılıq davamlıq təşkilatlarga uyg'otish harakati, uyg'otish so'zlarini ilib boramiz. Albatta bunundan keyin nima ish qilamiz degan savollarni davomli ulardan so'raymiz va sizlardek o'qigan qarindoshlarimizdan nimamiz bo'lmadi, yo'q bo'ldi, ham bundan keyin nimamiz bo'lish kerak, nima ish qilishimiz kerak degan savollarni so'raymiz. Shunga bu Sharq Turkiston harakatining nimasi yo'q degan masalada o'zingiz tayyorlab kelgan bu darsingizni beshini bir az tashkilotlar o'tganki tarixda nimalarda to'g'ri qildi, nimalarda xato qildi, buni qisqacha bir tushuntirib bersangiz, undan keyin darsimiz kirib ketsak deyman. Rahmat. Bo'ldi. Oldindan tashkilotlardan kelishdan burun Sharq Turkiston masalasi 70 yilga yaqin bo'lgan, hatto 33dan boshlasak, undan uzun bir masala. Endi Sharq Turkiston mustaqillik masalasida bu o'tgan 70 yildan, hatto 80 yildan buyon har xil tashkilotlar qurildi. Uch apandilar, marhum Muhammad Emin Bo'g'ra, Isa Yusupov Tekin qatorliq rahbarlarimiz bilan boshlandi bu va bugunga keldi. Endi tashkilotlar qurildi, ishlar qilingan xizmatlar bo'ldi, qilinmagan xizmatlar bo'ldi, ammo eng muhimi davomli birlashayli degan so'z havoda qoldi ko'pincha hollarda. Endi buningki sababi Uyg'urlar qandaqdir ittifoqsiz yoki bo'lmasa ittifoqlasholmaydigan xalq emas. Bu birlashmaslikning sababi aslida buning bir ilmiy asosi bo'lishi kerak bu birlashishning. Bugungi temamiz ham oldi bilan nima uchun birlashamiz, nima uchun ovozimiz bir yerdan chiqmadi degan masalada bizda nima yo'q ekanligini so'zlaymiz hozir. Ya'ni temamiz Sharq Turkiston harakatining nimasi yo'q degan masala. Bu yo'q narsa shunchalik muhimki, agar bu narsa bo'lsa, biz ham birlashalaymiz, ham ya'ni mangmoqchi bo'lgan yo'limiz aniq bo'ladi, nishonimiz aniq bo'ladi. Shuning uchun bu Sharq Turkiston harakati uzun yillar davomlashgan bo'lsin, ammo eng muhim, ya'ni ruhiy yo'q holatda davomlashdi. Ya'ni tashkilotlarning biroz konkret javob bersak, nimasi yo'q bo'ldi o'tganki 20 yil, 30 yil jarayonida. Biz biroz tashkilotga kelsak deymiz, chunki to'g'ri 70 yillik bir tarixiy harakatimiz bor, ammo bu nihoyat cho'ng bir masala, cho'ng narsani qopsaydi, o'z ichiga oladi. Uningdan boshlasak biz cho'ng masalalarga kirkitimiz. Bu biz chet elga chiqqandan beri va yoki bizdan burun chet elga chiqqan bu tashkilotchilik boshlangandan beri asosliq nimasi yo'q bo'ldi, shundan kelgan bo'lsa. Buning uchun men oldin bilan qarshi taraf, ya'ni dushman Xitoy nimadan qo'rqadi? Shunga bir qaraylik. Xo'sh. Bizim vatanda bo'lgan, vatandan yashagan yoki biz chet eldan bilimiz vatanning ichidagi xalqlarga qulluq qilgan anjiq shular qilib qo'yayotgan Xitoyning bir shuari bor. Dushman kuchlarning ideologiya sepiga sinib kirishning oldini olish deydi. Ya'ni Xitoyning qo'rqadigan masalasi mushu. Ya ideologiya sepidan sinib kirish. Agarda Sharq Turkiston masalasi vatanning ichidagi xalqimiz bilan ideologiya jihatdan rostida vatanning ichiga ta'sir ko'rsatib, xalq bilan ideologiya jihatdan birlashalsa, bu vaqtida bu Sharq Turkiston mustaqilligining birinchi ul teshini bosgan bo'lamiz. Shuning uchun bizda yo'q bo'lgan narsa shu ideologiyalik birlik. Ya'ni bu Sharq Turkiston masalasining ideologiyasi bo'lmaydi. Asosan Sharq Turkiston masalasi plan tuzilgan bu vaqtlarda intayin qisqa vaqt planlar va shuarlarni asosga tutgan. Sharq Turkiston masalasi deganimiz Sharq Turkiston mustaqillik masalasini ko'rsatadi, shunaqmi? Shunday. Endi bu yerda men bu Uyg'ur davosi degan so'z bilan ancha chiqisholmayman. Chunki birinchisi
Dava sözünü biz Türkçeden elip işletyaptığımız bilen davanın o sözünün Uygurca başka manası bolganlygy üçin Hı hı. Türkçede dava, küreş, inkılap, hareket diyen sözlerinin birikmesi yani. Hı hı. Ama Uygur tilida dava bir adliye sistemasi sotqa sunulgan bir dava manasiga geldiği için yeni vatandan muhaciretga chiqqan odamlarning kallasida bu bir qaymoqtirish paydo qiluvchi biz sotqa davo qilayotgan o'xshaymizda. Hı hı. İkincisi Uygur sözü. Çünkü eğer bir müstakillik e, meselesi, müstakillik talebi olan bir teşkilat yani bir harekette bir halk buluş kerak. Bu halk şu devletning kurulmoqchi yoki mustaqillikni asli keltirmoqchi bo'lgan devletning ichidagi xalqlarni o'z ichiga olish kerak. Bir hammasi shu devletning xalqi bo'lishi kerak. Shuning uchun Uyg'ur davosi boshqa masala, Sharq Turkiston masalasi boshqa masala. Oldingi programmamizda shunday degandim, bu qarshiliqning sababi shu. Buni bugun texnik tafsiliy tushunamiz. Bugungi suhbatda. Shuning uchun mana Xitoyning qo'rquvini shu ideologiya yo'q deb qo'rqdim. Endi ideologiyadan sinib kirmasin deb qo'rqdim. Mening qo'rqishim, bizning qo'rqishimiz, bizning ideologiyamiz yo'q deb qo'rqamiz. Bundan ideologiya degan nima? Avval bir çünkü Uygurca'da ideologiya, ideya degan so'zdan beshi ahang'ish kelganligi uchun ideyadan aralashtirib oluvchi qadamda. Bundan ideologiya degani, ya'ni siyosiy ideologiya degani nima deganga bir qarab boqaylik. Sizningcha ideologiya bo'lmadi Sharq Turkiston xalqida bo'lmadimi? Cumhuriyet, ikki cumhuriyetdan keyin Sharq Turkiston xalqining aniq bir ideologiyasi bo'lmadimi? Bunga keskinroq bir javob bersangiz. Bo'ldimi, bo'lmadimi? Bo'lmadi. Bo'lmadi. Ideologiya yo'q bizda. Chunki bizning tashkilotlarni ilmiy jihat tanqidlashda bu tashkilotlarning oldiga tashlaydigan cho'ng so'zimiz bo'ladi. Cho'ng tashkilotlar qurildi, nima uchun xalqning ideologiyasi, Sharq Turkiston harakatining ideologiyasi bo'lmadi deb savol tashlash uchun buni bormi, yo'qmi deb so'rayapti. Oldi bilan ideologiyaning nimaligiga bir qaraylik, undan keyin xalqimiz javob bersin, bormi yo'qmi. Mavandi en birlik kelgan qisqacha izohati ideologiyaning, ya'ni jamiyatshunaslikda siyosiy ideologiya degan bir siyosiy yoki ijtimoiy nishonga yetishdan bir ijtimoiy harakat, organ, cho'ng to'plamlar uchun tuzilgan siyosiy, kulturel prinsiplar bo'lib, siyosiy ideologiya bir to'p axloqiy qarashlar, prinsiplar, doktrinlar, rivoyatlar va simvollarni tarkib. Ya'ni ideologiya deganimiz bir siyosiy nishonga yetish uchun butun xalqning menfaatiga xizmat qiladi. Butun xalqqa bir axloqiy va ijtimoiy siyosiy prinsip bekitib turdi. Uni buzishni axloq jihatdan xato ko'radi insonlar. Buni ideologiya deymiz. Endi bizning Sharq Turkistonliklarning hammamiz to'g'ri deb qaraydigan ideologiya bo'lmaganligi uchun biz Uyg'uristonmi, Sharq Turkistonmi degan ismni 10-20 yil talashtirishni qildik. Yani en muhim bo'lgan nuqtalarning birlik hosil bo'lmasligi bu ideologiyadan birisi o'tirib chiqib, bir ideologiya o'tirib qo'yilib, bu en aqalli masalalarni hal qilish kerak edi. Bizda buni hal qilamiz. Shuning uchun asli harakatning yo'li bir yaxshi kelib, nurg'unlagan ko'p vaqtimizni en aqalli boshqalar birinchi qadamda besib bo'lgan ishlarda talash tortishga vaqtimizni sarf qildik. Shuning uchun endi ideologiyaning nimaligini bilgandan keyin ideologiyani qanday bo'ladi? Yani ideologiya degan zot nima? Bir mavhum hukmdan buni bir konkret hukmga chiqaylik. Zot qanday narsa? Açıksak ideologiya normalde bir kitap yazilishi kerak. O kitapda shunday yazilishi kerakki, bu kitobning beshidan tutib o'qib, birinchi betidan boshlagan odam eng oxirgi betini o'qib bo'lganda kallasida butun yeshilmagan bu nuqtalarning hammasi hal bo'lishi kerak.
Hem bu kitap tüyüyenden keyin orundan kopup men Şarkı Türkistan'dan mustaqillik üçün hareketke ötüme degan o'sha odamga umid va ilhomni, qiyinini, ruhini uyg'ota oladigan bir kitob bo'lishi kerak. Bundan da ba'zi bir amaliy narsalar bo'lishi kerak. Birinchisi, biz kim degan narsaga savolga tarixiy nuqtalardan ta'kidlarni isbot yaratish kerak oldindan. Biz Uyg'urmi, Sharq Turkistonlikmi degan masalalar hal qilinishi kerak. Endi davlat deganning xalqi bo'ladi. Davlat deganning bir etnik guruhi bo'lmaydi, xalqi bo'ladi. Unda bo'lsa Sharq Turkiston xalqi kimdir? Bunga javob berish kerak bo'lsa. Ondan keyin davlat millatchiligi, ya'ni barliq xalqlarning birlashgan bir millatchiligi Sharq Turkiston millatchiligi yaratilishi kerak. Uyg'ur millatchiligi emas. Agarda Uyg'ur millatchiligi yaratsa, Sharq Turkistonning xalqi bo'lgan başka gruplar ularni o'zining millatchiligini chiqarsa, u vaqtida bu yerda birlashishimiz to'qinish kelib chiqarish chiqayotgan. Shuning uchun ondan keyin bu tarixiy nuqtadan yana javob beradigan narsa, aniq vatan degan nima? Bunga falsafiy bir analiz qilish kerak. Bu yer bir misoldan birini qilib qo'ydim, Türklarning ideologiyalarida bu vatan deganga berilgan aniqlama tuproq uning uchun jinini berdiganlar bo'lganda andin vatandir degan bir jumla bilan bular bunaqa aniqlamasini bergan. Türkler. Yani Türk ideologiyalarida masalan Türk millatchi harakati deymiz, milliy görüş deymiz, ular birdan Türklardan bir naqllarni berma. Vatan masalasini hal qilish kerak. Vatan degan nima? Ondan keyin bu vatan bizning, ya'ni bu vatanning egisi biz degan fikrni isbotlash kerak. Nima uchun bizning? Ondan keyin qonuniy isbot va falsafiy va siyosiy munozara qilish kerak Uyg'urlarning orasida. İki noktada. Birincisi, biz nima uchun bu zamonda davlat quramiz? Ya'ni bu zamonda bunun cevabını bergan vaqtida, buni tushungan vaqtida xalqimiz tushunadiki, biz bu zamanda davlat quryapmaymiz. Biz bu zamanda qurilgan mustaqil davlatimizni asli keltiryapmiz. Bu mu yana ayrim boshqa masala. Bularni bu kitob hal qilish kerak. Ondan keyin eng oxirisida umid berish kerak xalqqa. Nima uchun bu davlat bu zamanda davlat qura olamiz yoki davlatimizni asli keltira olamiz degan ishonchni va bir tunneldan chiqish yo'lining yo'riq ko'ringandek, tunnel nuridek bir nur ko'rsatish kerak bizga, bir hal qilish chorasini ko'rsatadigan, bir umid beradigan bir narsa bo'lishi kerak. Bunda boshqa jiq narsalar bor. Buni endi bugun o'sha qisqa tunishtiray, balkim ko'rayotgan qarindoshlarimiz buni tushungan bo'lishi mumkin. Ya'ni shunday bir kitob yozildi. Endi men bu millatchilik degan hukm Uyg'urchada so'zmi, Xitoychaga qarab tarjim qilib kimlik kartalarimizda millat degan Uyg'urda yozilganligi uchun bu hukmni ma'zurab aniqlab berib o'tadi. Çünkü başka devletlerdeki milletçilik biz düşüngen milletçilikten sırf farkı var. Mesela şimdi milletçiliğinin farkı türü nurgun. 8-9 xil var. Hem de bizge asas gerek olan milletçilikler bunlar ekrandakidek en yumuşak milletçilik dünyada. Bunu kültürel milletçilik değil. Yani ben Uygur, şunun için Uygur örf-adetlerle yaşayman degan adam kültürel milletçi. Kültürel degan so'zni medeni degan so'zga almashtirsak bo'ladimi bundan? Medeniyet bilan kültürning farqi var. Kültür deganimiz bir millatning yoki bir xalqning, bir toplumning bugun yashayotgan, qanday yashayotganligi kültür. Ama kültürning hammasi to'g'ri bo'lmaydi. Misalga 90'lı yıllarda değil, Uyg'ur to'y to'ykunlarda aroq ichishlar avjida bu bir kültür şekillendirib qolgan bo'lsa, bu şu zamanki Uyg'urlarning kültürü bo'lishi mumkin, ama o to'g'ri degan gap emasda, uni kültürning ichida xato narsalar bo'ldi. Ama medeniyet deganimiz
Aşı kültürlerinin tarihinin ekişiyle hatalarını şallı etip toğurlarını et kalgan neyse. Çünkü hata neyse yaşayamaydı mısınız? Toğurları yaşaydı işte. Şunun için toğurlarını ettirip 1000 yıl, 500 yıl ya neçe yıl davamlaşkan kültürler birikmesini medeniyet deyimiz. Kültür deyimiz bugünkü kültür. Buna bir kısa misal gerek. Uygurlar 500 yıl aldı kandak usul oynagan olsa bugün şundak usul oynaydı. Şunun için bizde usul medeniyet var. Ama Amerikalılar her 10 yılda bir usulün özgertmesi olmaydı. Çünkü onlarda usul medeniyeti, usul kültürü var. 10 yılda bir özgerdi. Bunu müştak desem, yani düşünüş oldu da böyleyim. İkinci türlük milletçilik, benim kıyım Uygur, şuna ben Uygur deyim. Bizim kıyımız yani kandım mağdur. Bu etnik milletçilik. Yani bu hazırki dünyada mı insanların terakki kılma, hukum, ancahetki cemiyet şurasının terakkiyatı mı bu etnik milletçilik hata dep karaldı. Çünkü bu ahirsi 30. yıllarda faşizm bilen ahirlaşkan milletçilik muşu. İslam dinida red kılınılan milletçilik muşu. Ben sen kara, senin teren kara, ya benim kıyım mağu, seninki ağu diye milletçilik mi İslam dinida red kılınıdı. Bu milletçilik muşu. Endi bizga kerak bo'lgan millatchilik bo'lsa, bir davlat qurmoqchi bo'lgan millatchilik yoki davlatni asli keltirmoqchi bo'lgan millatchilik bo'lsa, men Sharqi Turkistonlik degan buni liberation nationalism deydi, men ozodlik millatchiligi deb tarjima qildim. Bu noyat normal. Endi men Sharqi Turkistonlik deganlarning hammasi Uyg'ur bo'lmasligi mumkin. Ba'zi qozoqlarmi men Sharqi Turkistonlik deyishi mumkin, qirg'izlarmi. Bu vaqtda biz Sharqi Turkiston xalqi, ya'ni Sharqi Turkiston millatchiligi yaratishimiz kerak. Bizga kerakki, eng yumush agarda ama eng ustidagi kultural millatchilikni qilolmasa, u vaqtida u Sharqi Turkiston bilanmi, Uyg'ur bilanmi aloqasi qolmagan bo'ladi. Eng tuvan, yani oxirgi qizil chiziq kultural millatchilik. U yerdan tushib ketgan vaqtida u millatchilik yoki bizning millatimiz degan yerdanmi ayrilib o'tib ketgan bo'luvchi. Bu vaqtida biz masalan Xitoydagi yashab, Xitoy nimasi shuni yeb, Xitoy bilan ularning to'g'ri deb qaragan narsasini to'g'ri deb qarab, qollar hamma narsa Xitoydek bo'lib assimilyatsiya olib ketsa, uning ikkinchi millatchilikda qiynining Uyg'ur bo'lishining hojati yo'q. U Uyg'urga tava bo'lmaydi degan gap. Yani bu yer siz deyotgan narsa u naslni inkor qilamdi. Masalan, bir odam Uyg'urning qinida tug'ildi, ammo buning urf-odati Uyg'urcha emas, Xitoycha yashaydi. Undan keyin Sharq Turkiston, yani ozodlik millatchiligi deganmi yo'q buningda. Yani Sharq Turkiston tushunchisi yo'q. Bu odamni Uyg'ur deb qaramamdi hisobda. Endi nima jihatdan yani etnik millatchilikka kirdi hozir degan gap. Men sizga bir misol beray. İki tane adam bağladığımızda birisi Emre Ras misal beray. Avustralya'da bir İngiliz balı var. Apisi Uygur, dadısı Avustralyalık. Ama bu balı çoğulup bir aklını bilgendikin apam tarafçı kimlikini mutabımeyende vatangi berip, bizning vatangi Sharq Turkistonga berip, bu yerda o'qib degandek kelib hozir men Uyg'ur deb yashayotgan, ama qiynasab Uyg'ur emas, ama Uyg'ur deb yashayotgan bir bola. Ma yinimizda bir bola bor, uning ota-onasi ikkilisi Uyg'ur deydi. Ama o o'sha Xitoylardek yashab, halol harom bilan mikori yo'q, diniy kimligimiz bilan yo'q, kultural kimligimiz bilan mikori yo'q. Bizde eyyet mandaqsi bo'lmaydi degan narsalardan mikori yo'q. Yashadi. Endi mening savolim, ikkisidan qaysi Uyg'ur? Endi buni jamiyatshunoslik qanday javob berdi desamiz, jamiyatshunoslik ikki kimligi bo'ldi dedi insonning. Birincisi tug'ilgan vaqtdagi kimligi, ya'ni ota-onasidan kelgan qondagi kimligi. Ikkinchisi cho'ng bo'lgan vaqtdagi kimligi. O'zi yashab men ma'lum deb cho'ng bo'lgan kimlik. Shuning uchun
Xitayla bizden balalarımızın kiçik vaxtında Xitay mekteplerine berişi, Xitayca okutuşu mecburlaşı bu emniyete o ikinci kimlik, aslı muhim olan keyin çoğun bo'lgan vaqtidagi kimligini o'zgartirish kerak. Qonun nereden kelishi muhim emas. Ikkinchi kimligini o'zgartirsangiz, u odam Xitoyda yashaydi, Xitoyda ta'ba his qildi o'zini, qalbidagi o'yini, milliy psixologiyani Xitoycha bo'ldi. Demak, Xitoylar buningga bek ishonch qildi. Ya'ni biz Uyg'ur qini bo'lgan taqdirdami biz bularningki ustidagi milliyetçilik çapını, örf adetini, dinini yok kılıversak, ular bizge aylanıp ketidi deb bunda qaraydi ekanda, shuni qarang. Yani aylandırıp o'taymiz Xitoy Uyg'urni Xitoyga aylandırıp o'taymiz deydigan bir nimasi bor ekanda Xitoyning. Endi bu yerda Mongollarni shunday yo'q bo'ldi Mongollar. Manjular shunday yo'q bo'ldi. Ammo agar da yo'q qilib o'tilsa, agar da xitoychalashtirib o'tilsa, millatning tili o'zgargandan keyin, kulturi o'zgargandan keyin ongni ketadi uchun. Ammo buni qila olamdi desangiz, bu endi cho'ng masala. Chunki Uyg'urlar bilan Manjular o'xshash millat emas. Uyg'urlarning madaniyati intayin kuchli madaniyat. Bu 2000 yilning oyog'iga kelgan, davomlashgan, to'liqlangan, keyin islom dini bilan uchrashgandan keyin uning islomning qimmat qarashlari kirgandan keyin u o'ziga xos bir yo'lga minib O'rta Osiyoning asosiy kulturi shakllangan kulturi o'sha madaniyatdan keldi. O'sha Turkiya xalqlarining uzun yillik madaniyatidan keldi. Buni yo'qotib olgan narsa emas. Bunga uzun yillar, necha avlod Xitoy harakat qilsa, qanday ham bizning yana bir talablik tarafimiz Çevremizde yeni de kıyırındaş milletler var, kıyırındaş xalqlar var. Bunun da burunqi milletçilik, etnik milletçilik cihetden kıyırındaş, etnik kimligimiz Türkiye'mizden. Ondan keyin Özbekistan, Qozog'iston, Qirg'iziston deganda xalqlar bilan biz uzun yil birga yashagan bo'lgandan kültürel medeniyetmi o'xshash madaniyatdan keyin biz o'zbeklarni qarliq turklarga tabi birga yashagan xalq. Shuning uchun bizning yinimizda o'zimizning kimligini asl tutib turgan qarindoshlarimiz bo'lganligi uchun bizning madaniyatimizni, kimligimizni unuttirish texnik tasdiqlash. Endi bununla nima Uyg'ur tilidagi millat so'zini yana bir bizning qalbimizda ko'ngan so'zni yana bir ko'rsatib o'tish uchun bundaq bir ta'lim beraylik. Mesela İngilizce kullanılan United Nations deydi. Bunu Türkçe'de tercih kullanında Türkler Birleşken Devletler demeydi bunu. Birleşmiş Milletler dedi. Ondan keyin International Relations ne biz xalqaro munosabatlar deb tercih qilamiz. Xalq deb keldi, nation degan gap yani. Ondan keyin National Army deganda biz milliy armiya deymiz. Buni nega tushunib desangiz, Amerikaning National Army'si, yani Amerika'nın milli armisi diye tercih qilish kerak. Shuning uchun millat degan Uyg'ur tilidagi so'zning biroz yuqoridagi saviyaga chiqishiga etnik kimlikni ko'rsatmaslik uchun ham bunday bir ta'lim tuzdim. Xitoylarning kimligimizga yozgan Xitoycha Mingzu degan gap bilan asli Uyg'urchadagi millat o'xshash bo'lmasligi. İngilizce'deki etnik kimlikni ko'rsatadigan ethnicity bilan millat o'xshash anlamda kelmaslik kerak. Bu ethnicity yoki mavzu deganlar Uyg'urchada etnik kimlik deb olsak bo'ladi. Shuning uchun Uyg'urchada abiyanqi xalqaro munosabatlar, Birlashmiş Millatlar degan, chunki millat so'zini bizga Turkchadan kirgan. Millat sistemasini tunji yo'l qo'yganlar Osman imperiyasi. Shuning uchun millatni nation deb inglizcha tushunsak, u vaqtida jiq masalalarimiz hal bo'ldi. Ya'ni Sharq Turkiston millati deganni East Turkiston nation desak, u vaqtida to'g'ri keladi. Bunga yana bir tarixdan bir misol beray. Sharq Turkiston milliy armiyasi Uyg'urlarning milliy armiyasi emasdi. Sharq Turkiston milliy armiyasi
Şarkı Türkistan'ın milli armiyası. Hı. Abayqı degenimizde National Army degenni milli armiya deb tercüme etsak, Amerika milli armiyasi yoki Türk milli armiyasi degende, davlat armiyasi degan so'z Xitoychadan kirgan so'z bizni Xitoycha so'zni bevosita terjima qilganligimiz uchun shunday qaymoqishlarni paydo qildi. Aslida milliy armiya bo'ldi. Hozir biz davlat armiya deb tushunayotganmiz. Shuning uchun endi u Xitoylar bu millat degan so'zni Xitoycha mingzu degan gap bilan birlashtirib olgandan keyin men milliy armiyani jiq insonlar ostonliq millatlarning qurgan armiya so'g'ashga milliy armiya degan bir xato hukm paydo qildi. Menimcha bu maqsadli Xitoyning qilyapti. Aslida davlat armiyasi degan hukmdagi asli demoqchi bo'lgan narsa Sharq Turkiston milliy armiyasi degan hukm. Şunu bugünkü xato tushunilayotgan, xato qo'llanilayotgan hukmlar milliy armiya, milliy qahramon, milliy ma'rif, milliy korxona deganlar etnik kimlikni asos qilib e'tibor uchun bu hukmlar xato. Aslida milliy ma'rif deganda masalan Turkiyada milliy ma'rif desa butun davlatning butun xalqqa qo'ygan ma'rifini milliy ma'rif deydi. Bizning Uyg'urlarda milliy ma'rif desek Uyg'ur ma'rifi, Qozoq ma'rifi deb yana uni necha bölümümüzde yani bu millat so'zi asli birlashtiradigan so'z bizda etnik nemisiga qarab hatta etnik kimligi bir turk bo'lgan xalqlarni bu nechaga bo'lib o'tadi bu. Shuning uchun bu millat so'zi, milliy degan so'z bu kitobda ideologiya kitobida aniq tushuntirilishi kerak. Buni hal qilish kerak bu masalani. Hem de hozirgacha yozilgan ideologiyalarga men bir misol beray. Oldi bilan kommunizmni ashunday bir kitobdan boshlangan. Marx bilan Engelsning yozgan Communist Manifesto degan kitobdan boshlangan. Bu o'rtachilik so'zi milliy qarash, ya'ni Najmiddin Erbakanning Turkiyadagi islom bilan demokratiyani birlashtirgan ideologiya deb qaraldi bu. Milliy görüş, ya'ni milliy qarash deb tarjima qildim. Bugungi Erdo'g'onning ideologiyalik asosi, ya'ni ideologiyalik ko'z qarashi garchi bu Najmiddin Erbakanning partiyasini ayirib chiqqan bo'lsa-mu, ammo ideologiya jihatdan yana milliy görüşdan oladi butun ro'yini. Butun münazirləşkə vaxtda işlədilən qimmat qarashları, to'g'ri xato, axloqiy prinsiplar, siyosiy nishon deganlarda milliy görüşdən aldı Erdo'g'on bugun bu. Endi onun yeniliksi Türk Milliyetçi Hareketi'nin ideologiyasını yaratgan kişi Alparslan Türkeş. Bu kişinin bu davanın kitabından keyin bu milletçilik, yani abay dediğimizde etnik milletçilik bilen bir erkek başlandı Türkiye'de. Ki bu etnik milletçilik biraz yumuşaşık taraf mandı. Hazır endi biraz kültürel milletçilik, yani kültürel ve devlet milletçiliğine taraf menguatı hazır Kürtler bilen bu mesele var. Burun kini Türk olmaganlar degen tokunuşlar bolgan 60'lı yıllarda olsun, 70'li yıllarda. Hazır endi yumuşatıdı bu. Endi bizning ideologiyamiz yo'q deganda bizga ani misol berdim, endi bunda deb qaraydigan mana misollar bu. Mustaqilizm, Sharq Turkistonizm degandek bir kitob yozish kerak. Nima uchun izm deymiz desak, Uyg'ur tilida bir yumorarlash bir gap bor. Revmatizmdan boshqa izmning hammasi ideologiya deydigan bir gap bor. Mesela komünizm, liberalizm, faşizm, aşıların hepsi ideologiyalar, siyasi ideologiyalar. Bizde bir mustaqilizm, Sharq Turkistonizm degan bir ideologiya kitobi yozish kerak. Bizde revmatizm kitabı var mı? Anlayamadım. Bizde revmatizm kitabı var. Revmatizm kitabı. Ama bu kitap yazılmaganlığı için bizden aşırı Sharq Turkiston mustaqillik hareketini yeni başlagan, ilk çıkan burunki rehberlerimiz, ustozlarimiz mu şundaq bir kitapni meydana çıkarmaganlık için
bizde Uyg'uristondan da, Sharq Turkistondan da bir jidal 20 yillik davom qildi. Mening guvochi bo'lganimda, ya'ni mening ko'zimning oldida bir 15-20 yil davom qildi. Uning yildizi nega bordi bilmayman. Oshundoq nihoyat aqlli narsalarni hal qilolmaganligimiz uchun biz bir ideologiyada ko'rishimiz. Shuning uchun birlashamaymiz. Sharq Turkiston masalasining ideologiyasi yo'q degan mana shu gap. Yani bugüngice teşkilatla ve ötken alimla, ustazla, yazgıcıla, şairla o izim, bu izim, rimadizm hemen nersini yazdı ama müstakilizm yani Uygurlarının bir ideolojisine münasebetlik bir kitabını yazıp çıkmadı. Kolumuzda onda bir kitap yok demeksiniz. Şuna. Endi kitapni kim yazdı yani? Şairlar yazandı ya kim yazdı onu da qaraydi. Qanday adam ideologiya yazdı. Mao grafik ko'ringandek men bir qancha nimni arib qo'ydim. Oldi bilan dahi degan so'z bor bizda Uyg'urchada. Dahi, rahbar, boshliq degan uch o'xshamaydigan so'zlar. Oldi bilan agar bir kishi o'zi bir ideologiya yaratsa, ABP milliy görüşü Erdoğan'ın ideologiyasini yaratgan kishi mana kishi Necmettin Erbakan. Bunda ideologiya yaratadigan yeni bir ideologiya yaratadigan kishilarni dahi deymiz. Bu noktada Mao Zedong'un Xitoylarning dahisi yani komünizmni o'zining nazariyasi bilan xitoychalashtirib o'tirib qo'yishda u ularning dahisi. Endi ba'zida bir adam bo'lmaydi, ba'zida bir dahi o'zi yozolmaydi. Chunki bu dahi degan necha yuz yilda bir keladigan kishilar. Mao Amerikaning bugungi liberal kapitalizm, liberal demokratiyani o'tirib qo'ygan Amerikaning qurg'uvchi dadilaridan bir guruh kishi yozgan. Yani bir guruh kishi bu liberalizm fikrini yani erkinlik her bir kishiga qarta erkinlik yani kişisel erkinlikni o'sha nuqtagacha mikro nuqtagacha tushaygan erkinlikni bular bu Amerikaning bugungi ideologiyasi, bugungi qimmat qarashlarini yozgan bir guruh kishilar. Endi siyosetchi deganimiz yoki rahbar deganimiz bu xalqni boshlab yeni yo'l ichib mangan odamni rahbar deymiz. Yeni bir nishonga itib mangan bir Türkçe vizyon deydi endi bir ko'rish qarashi bo'lgan kishini rahbar deymiz. Ondan keyin bizga bir muhim narsa bu strategiyachi. Bu rahbar degan ustida biroz to'xtalayli. Yani bir qatim tavsiyam shuni biroz konkretroq bizga munosabatli kerak gapkan. Yani hozirgi rahbarlarimizga, mavjud rahbarlar va yoki bundan burun chiqqan rahbarlar sizlar bu ta'riflayotgan rahbarlik xususiyatiga sifatlarga to'g'ri kelamdi ekanman buni biroz ochiqlab bersin. Men bu aslida Uyg'urlardagi hozir bizning chet eldagi harakatimizdagi ahvolni yozdim. Bizda xalqaro saviyada rahbariyat chiqish kerak. Xalqaro saviyada siyosat. Endi xalqaro saviyada degan gap deganda Erdo'g'anning Donald Trumpning saviyasida xalqaro saviyada yetishgan siyosiy rahbarlar chiqish kerak. Bizda hozir bormi desangiz, balki deb o'tirib chiqmagan bo'lishi mumkin, ammo bo'lsa-mu ko'p emas. Endi undan keyin strategiya. Ya bundan burun chiqdimi? Shunga aniq javob tepdeydi. Bundan burun zodi 1970-80ning balları bizchu. Biz 70 ve 80 yıllarning balları hozir asosida yoshlar yoki biroz o'ttir yoshliklar. Mushu 30-40 yil jarayonida kitoblarda yozilgan ta'rifi aniq bo'lgan rahbarlik xususiyatiga ega rahbar bizdan chiqdimi, chiqmadimi? Birla javob izlaymiz. Bu savolning javobi Mao'ning keynidagi ko'rinishda bor. Shuning uchun men yerdan o'tib ketaylik. Bunaqa ko'rinishda siz o'zingiz javob topsiz. Rahbar chiqdimi, chiqmadimi degan.
Adı bilen ben bu yerde yeni bir adam var çünkü stratejiyachi degan bir ufkum var. Bizim hazır stratejiya degan söz nihayet moda oldu. Hem stratejiyachi kim o deganda stratejiyachi bu Amerika'nın davamlı stratejiyachisi Henry Kissinger ve Ahmet Davutoğlu'nu halkımız bildi. Ahmet Davutoğlu asli stratejiyachi. Üniversitede stratejik derinlikte kitabı var bu adamın. Asli stratejiyachi keyin siyosetga kirib qamlashtirilmay siyoset boshqa kasb bo'lganlik uchun qamlashtirilmay ancha g'albilik bo'lmadi. Ammo bu stratejiyachi degan 10 yillik, 20 yillik, 50 yillik umumiy strategiyani yasagan. Bunu yazgandan keyin andın bu siyasetçi rehberler şu stratejiye boyunca iş qilish kerak. Siyasetçi rehberler almışı mümkün. Mesela Amerika'da prezident almışı mümkün. Saylamda almışı mümkün ama umumi stratejiye üçün işleydi yani. Yeni çıkan rehber mi? Çünkü stratejiye degan bir devletinin yoki bir bizga o'xshash bir mustaqillik yo'lida kurashayotgan xalqning mangadigan yo'li yo'q. Yolda kim başlasın bizni şu yolda itmeniş gerekli. Şu stratejik yolda. Ama bizim ideolojimizi kim yazdı desek yazılımda bizde daha iyi yok ama bir gün tədqiqatçı bizim ideolojimizi yazsı bulundu. Kimler deseniz? Tarihçiler, cemiyetşünaslar, insanşünaslar, siyaset ilmi okuyan kişiler bir grup adam kuduma Amerika'nın kurulgucu dadılarının toluqlig'ida liberalizmni. Bizninkilarni bir-birisidan bilimi bilan to'liqlab, oxirsida tili ilmiy kitobda yozilsa bo'lmaydi. Uning tili nihoyat oddiy, xalqqa ura oladigan yurigiga, xalqning qiyinini qo'zg'ay oladigan bir uslubda bir kitob yozilsa, buni bir guruh tadqiqotchi yozsa bo'ladi. Cho'qim bir odam yozadi deyman shu. Bu guruhga bu sifatga loyiq kishilar bormi bizda? Albatta. Uyghur Akademiyası'daki tarihçiler, kesbi halkara derecedeki doktorluk unvanı alan tədqiqatçılarımız var, arkalarımız, peşkeden, nedenlerimiz. Tarihçiler, cemiyetşünaslar, insanşünaslar var. Bunun da bizde insan, adem bağımlı yok, bilgen mesele yok. Adem küçüğüyle ilmi küçük bağ demeksiniz. Elbette. Halkara seviyede ziyadelerimizimiz var. Bundan kızıkarlıqarak bir sual soruyorsun. Bu kitabını kaç ay yazıldın yani? Memnun sakladım, benden burun saklamanlar oluşum mümkün. Keyin qarasam 70 yıl önce yazılmakta bunday bir kitap. Yani bir ideologiyamiz o'tirib chiqmoqda. Shuning uchun endi bu bir tadqiqotchi guruhining tadqiqotchilar guruhi kasbiy xalqaro saviyada odatdek vaqt qo'ya oladigan kishilardan qilinishi. Yani musibetning o'ziga bir chikit qo'yib o'taylik. Uyg'ur xalqida keyingi zamonda Uyghur xalqi yani Sharq Turkiston ishg'oliyatga tushgandan keyin, Xitoyning zulmiga tushgandan keyin bizda dahi chiqib boqmadi degan chikitni qo'ydik hozir. Chunki siz mushunda yozibsiz mana rasmda. Bizda dahi yo'q, chunki dahi ideologiya yaratilgan kishi bo'lib, bir ideologiyachi chiqib boqmagan ekan bizda 70 yildan beri. Ondan keyin yana bir chikitni qo'yib olsak, rahbar siyosatchi degan gap bor ekan. Rahbar bizde çıkıp baktı mı degenge yani sizden ağzınızdan almayın. Siyaset. Onu kendideki örnekte ona cevabı var. Yani bizde stratejiyachi bağlı cevap verir. Tamam. Bizde halkara seviyede stratejiyachi var. Hatta Şarkı Türkistan meselesinin el buluş meselesi de tüzülgen stratejiyamı var. Hem de o meseleleri tüvendikilimiz ama bizde hazır adem bağımı yok mu diyesine biz şu rehberde halkara seviyede bir siyasetçiler yetişip çıksa hazır kendisi şu. Dahinin ornunu doluqlaydıgan tədqiqat grupusu mu var bizde? İlim mi var? Onda kişilerimiz mi var? Stratejiyachi mi? Halkara seviyede stratejiyachi mi var? Hem de rehber yetişip gerek. Hem de sizin sualınıza cevap verir. Bizden rehber çıktı mı diyorsanız, bizden burun bir çıkan bir rehberlik göstereyim. Köründü o değil mi? Köründü. Yani rehber diyen halkını birleştirebildiğin kişine rehber diyoruz.
xalqni o'zining harakati bilan, o'zining yo'li bilan xalq qandoq bo'lsa xalqqa o'xshash bo'la oladigan, xalqni birlashtirish uchun siz xalqqa o'xshash bo'lishingiz kerak. Xalq bilan yaqin turishingiz kerak. Mana buni rahbar deymiz. Xalq bilan yaqin turmagan rahbarni nima deymiz? Endi mag'lub bo'lgan rahbar deydi. Shuning uchun diniy kimligi bilan milliy kimligini ikki burnidan kirgan nafasni birlashtirib yutgandek birga yuta oladigan rahbarlar bizni birlashtiradi. Millatchilik, dindorlik ikkisining o'rtasida amaliyot to'qinish paydo qilishni hojat. Chunki biz etnik millatchilik talab qilmadik, dindirat qilingan. Mesela Uygur degan eng pokiz qon. Biz Uyg'urlar dunyodagi eng ulug' millat, bizning qinimiz eng pokiz degan faşizmga boshlaydigan millatchilik yo'q bizda. İslamda rad qilinadigan qinim pokiz deb boshqa xalqlarni kamsitadigan undan millatchilik yo'q. Shuning uchun ammo kulturel millatchilikni ba'zi radikal insonlar millatchilik deb atayolib, hozirgi normal demokratiya, inson haqlari, siyosiy xizmat, xalqaro munosabatda xizmat qilayotgan kishilarni yoki ziyolilarni millatchi deb atab bordi. Ya'ni etnik millatchilik bilan qaralayotdi. Xo'sh. Bu millatchilik bizda umumyuzlik hal bo'lmagan masala. Bu millatchilikning nimaligini tushuntirishdan oz bo'ldi. Bizda millatchilik desa Uyg'ur deb o'ylaydi. Men kültürel milletçilik bizden en ahir kalerimiz. Yani kültürel milletçilik yıkılgan günü Uygurluk tügeydi. Hem de minin teşebbüs kaldığının ideolojide Abay dininde azatlık milletçiliği, Şerq Türkistan milletçiliği. Çünkü erkandak bir hükümet organı olan ya erkandak bir tatbikatçı olan bu meselenin sözleşme hakkında çetelliklerini sizden birinci sorulan gibi bu Şerq Türkistan meselesiga Tungallar qanday qaraydi deydi. Qozoqlar qanday qaraydi deydi. Shuning uchun biz Uyg'ur davosini yoki Şerq Türkistan meselesini degan nuqtada albatta Uyg'ur davosini ishlatib minayotgan tashkilotlarga hech qanday fikrim yo'q. Buni xato demayman. Bu balki taktik bo'lishi mumkin. Oldingi programma degandek har xil yo'ldagi tashkilotlarning bo'lishi yaxshi. Ammo eğer de müstakillik meselesi olsa bunun altından ideologiyası oluş gerek. Bu ideologiya şunda milletçiliknin, kandak milletçilik şikayetlerini alkış gerek. Hem bununla Şerq Türkistan'daki başka halklarının koşuş gerek. Şerq Türkistan Cumhuriyeti kurulgan vaxtıda onun nemisi, armiyası da Mongollar mı boğan, hatta Musulman mı emez. Mongol atlık balıkları boğan. Dört alada Mongol askerler tuğan, Şerq Türkistan armiyasından Mongol polkları nemeler boğan atlık kurtuldu. Şunun için Şerq Türkistan'daki barlıq xalqning öz içi ağam bir Şerq Türkistan milletçiliği boğan vaxtıda müstakillik buluşunun yolu yıkıldı şunu. Burunlu şuna boğan. Hem de mağur resimde karısanız Uygurlarını bugün yoki Şerq Türkistanlıklarını azatlık milletçiliği əməliləşdiyi vaxtda Şərq Türkistanlıqlarını yetəkləyib bağlaydigan rəhbər vaxt kelgəndə səlləsininki gəliş gerek, vaxt kelgəndə badam topçusununki gəliş gerek. Yəni bunun üçün bu gəliş gerek. Bek mühim bir sözünü qıldınız. Yəni şunun üçün bu iki surətini təyyor qıldınız, şunamı? Həm dini rəhbər bolaş gerek, həm milli topluluq rəhbərimizin bolaş gerek. Yəni bu milli dini ikisi birleşken sübetini asıl kılalış gerek rehber demeksiniz. Şimdi Mao Ahmetcan Kasım'ın sendelik resimini cık kişiler görmegen buluş mümkün. Ama Ahmetcan Kasım'ın devredeki materyaller şunu gösterdi. Ahmetcan Kasım'ın Kur'an'dan bulgan demişsinin ilmimi yukarı yani. Şunun için Uygurlarla siz Uygurlarni yoki Şərq Türkistanlıqlarni yaxshi analiz qilsangiz bizning xalqimizni din bilan milliy kimlik bizning ustida yozganimda ikki burnimizdan kirayotgan nafas ikki yo'ldan kirayotgan. Bu ikkisini biz qo'shib yutamiz. Shuning uchun
bugünkü Uygurluktan ya Şarkı Türkistan'daki Müslüman kıyırdaşlarımızda köp sanlı halkta bu ikisinden birisini kam kılamayısınız. Din yok, İslam yok, Uygur diyen nersi yok. Yapımızda Uygur milli kimliğine yakalayarak bıraklı İslam diyen unumu kılamayısınız Uygurlarına varsa. Bu emri buluş gerekiyor. Şunun için bu kimlik vakti gelgende adam toplumumuz, vakti gelgende dini kimliğimiz özümüz için yüreğimizden hala aşını doğru yolmuş o ikisi birleşik gerek diyen kişi halkı birleştireliydi ve halkın koluşu geçerli. Evet. Şimdi siyasi rehber çıktı mı çıkmadı mı kanal buldu onun cevabını biz onu besledim. Bizning tariximizda siyosiy rahbar chiqibdi. Ahmadjon Qosimdek kishilar, Sobit Damullamdek kishilar. Demakki bular menga bir ish kallamga keldi hozir. Mamtim Nazratning vatanga qaytgandan keyin, Xotang borgandan keyin tamak tishlab borganligi marhumninki bumi kallamga kelib qoldi. Bumi siyosatning bir qismimi. Bu bir masala, ayrim bir masalada. Hozir bu ikki bunimizda nafas olmay bir bunda nafas olyapti. Biz ko'rgan rahbar otlayotgan siyosatchilar bir bunda nafas olyapti. Masalan, biz ba'zi rahbarlarimizga diniy o'zining farzlarini ado qilishni taklif qilgan bo'ldik. Ammo bugungi rahbarlarimizning sal yo'g'ib chiqishi mumkin emas. Agar siz hozir biz bir rahbar yasab chiqyapmiz-ku, aslida bu darsning tegiga qarasak biz bir rahbar yasayapmiz bu dars orqali. Bundan keyin rahbar bo'ldi ekansiz, to'pim kiyelishingiz kerak, sallim yo'ga yelishingiz kerak. Ya'ni millatning milliy va diniy sifatli birlashgan bir shaxs bo'lib rahbar deb atishingiz kerak degan narsani o'tirib tashlatamiz bu yerda. Bu yerda quruq so'zlayotgan bir masala yo'q aslida. Ya'ni xalqaro siyosatda bu yerda sizdan so'raydigan masala. Bugungi xalqaro siyosatda do'ppi kiyib chiqishni xalqaro siyosat normal deb bilyapti degan bir bunimizdan nafas olishni. Ammo diniy sifat bilan chiqishimizni xalqaro siyosat qanday qaraydi? Buningga bir ochiqlik berib o'taylik. Endi mening demoqchi bo'lganim illaha salni o'rab chiqish deydigan gap yo'q. Illaha odam do'ppi kiyib chiqish deydigan gap yo'q. Shunday. Bu Ahmadjon Qosimning bunda rasmga tushib bunda turishsak poz berishning sababi, bunda turishning sababi bu xalqqa bo'lgan bu ko'rinish, ya'ni tanlisidikining ichiligining xalqqa ko'zitish siyosatining qarashi. Ammo muhim bo'lgan u emas. Muhim bo'lgani xalqning ichida ideologiyada anda diniy kimlik bilan milliy kimlikni birlashtirish muhim. Ya zaten bu resimdeki şahsda bu narsa batı. Aslında batı yani milliy g'urur, milliy tushuncha bilan diniy tushuncha batı. Ahmadjon Qosim 5 vaqt namoz o'qiydigan taqvo bir musulmon. Shundaqmi? Shunday. Xo'sh, davom qilsin. Ya'ni milliy kimlik bilan diniy kimlikni men demoqchi o'lim ikkilisini chetga qo'ymay birlashtiradigan-da illaha senle bilen çıkıp namayıştan aldığım meniş gerek dedim. İllaha badam dokuyla meniş gerek mi dedim. İkisini birleştirip ikilisinin kıymet karışını çetki kalkmaslık gerek. Biz bu yer fakat doppini milliyetçilikke selleni bir dini hukumga bir simbol kılavatımız. Stilistik vasıta işletevatımız yani. Elbette. Buna fakat görünüş simbol bu yerinin oturup koymak olan kalının içindeki yani yazılmak olan ideolojiye dini kimlikle milli kimlikini birleştirilgen aldığı ilişkili. Şu vakti halkını birleştireleysiz. Dinini çekip kalksanız mı halk bölünüdü, milli kimlikini çekip kalksanız mı millet bölünüdü. Şunun için bununla birleşişte Şarkı Türkistan Cumhuriyeti'nin kuruluşunda bu yerde Ahmadjon Qosim var, İlham Törü var. Yani dini yoldaki kişilerle milli yoldaki kişiler birleşken vaxtıda Uygur'un işi galiba kılıdı. Şarkı Türkistan'ın işi galiba kılıdı. Şunun için bu... Muşunundan paydalanıp Xitay 2000 yılı 1997-98 Orta Asya'da
millatchilar va dinchilar deb ikkiga bo'lib Xitoy bir-birimizga o'q atqizdi va bu yerda Xitoy mushpitini terdi. Ya'ni hozir biz deyotgan milliy ruh bilan diniy ruhni orib bir-biriga dushman qildi va 2014-2015 Turkiyada, hatto 2016ga qadar Turkiyada Yevropada yaşayan milletçi ya demokratçı ya ki kurultay demokratçı milletçi biz mücahit Müslüman deydiğen muşinasını naiti ciddi bazağı saldı Xitayning adamları. Ama Türkiye'de Orta Asya'daki de kural götürüşe bizimizni ötürüp etmegen bolsak mı bu yerden nurgun Cengiz'den çıktı yani. Demek asli rahber de mesele var demek yani. Rahber de bu ikki narsaning birisi kam bo'lgandikilam jamiyatni to'g'ri kontrol qilinmay yo millat ko'rinib ketib o rahbar yoki o tashkilot yoki dindor ko'rinib ketib o rahbar yo o tashkilot ikkilisi birli chaponni kiyib olib ikki sifat bir kishida mujassam bo'lmay hozirgacha biz bu rahbarlik qatlamimiz mukammal bir shaklga borolmadi demoqchiman. Xo'sh, davom qilsin. Bu hazır diğerlerinin sebebi yani rehber diki meseletin burun ideolojiye yok o Allah'ın sebebi. İdeolojiye olsa o ideolojinin asas kılıp mangan kişi olsa rehber şu ideolojiye gömekellik kıldı. Hatta okşaş bir etnik, okşaş bir kandın kelgen insanların ideolojiye karşı bölündüğün gap. Bu ideolojiyi birleştiremezse. 80 milyon Türk halkıga qarsanız Türkiye'nin halkıga milli görüşçüler var, İslam bilen demokratiyani birleştirgan. Milletçiler var. Ular milli yo'lni asas qildi. Kim qancha o'ttirsa tutsa, ikkili tarafga xitob qilib, ikkili tarafga yaqin so'zlab, ijroqlab ketmay markazda o'ttirsa tutgan partiya futyapti. Shunda Erdo'g'anlarni o'ttirsida turib milliy kimlikni chetga qatmay, diniy kimlikni chetga qatmay, o'ttirsida turishda uftudi. Endi nemada bo'lmay, g'arb davlatlarning siyosatlarida markazga o'ng-so'l partiyalar bor bu yerda. Markazga kim yaqin gapirsa, qarshi tarafning hamma fikrini qo'llamasa, ammo ularga yaqin gap qilgan taraf uftudi bu yerda. Chunki markazga yaqin turgan partiyaning uftishi ehtimoli shu kerak. Chunki ikki tarafdan qo'llovchi tomonlarni birlashtiradi. Shuning uchun bunda avval ideologiya birlik bo'lmay turib, erkak bo'lsa, o'tkanda bu qurolliq erkak degandek gaplar bo'ldi. Avval ideologiya birlikni birlashtirolmasangiz, unda ideologiyada birlashmagan xalqning qo'liga qurol bersangiz, ular dushmanni qo'yib bir-birsiga otadi. Chunki ideyasi bir emas. İdeologiyasi bir emas, ideya ayrim, ideologiyasi bir emas. Abay tushundirdik bu ideologiyani. İdeologiyasida yani oxirgi nishonimi bir emas, to'g'ri deb qaragan prinsiplarni bir emas. Shuning uchun qurol tutqizish bundoq ideologiyalik birlik bo'lmagan kishilarga qurol tutqizganda 90-yillarda siz degandek ishlar bo'ldi. Shuni oldi bilan ideologiyani hal qilish kerak tadqiqotchilarimiz, jabirshunoslarimiz, tarixchilarimiz, siyosatchilarimiz, siyosat ilmida tadqiqot etayotgan kishilar. Ular bu ideologiyani hal qilgandan keyin ondan bir rehber chiqib, bu ideologiyani ishlatib turib, shu Erdo'g'an qanday she'rlarni o'qiydi, xalqqa xitob qilib. Yoki bu chet eldan siyosatchilarimiz she'rlarni o'qiydi, burun bo'lgan ishlarni deydi degandek, avval bir ideologiya tayyor bo'lgandan keyin buni adabiyot, san'at, film qatorliq narsalarda shuar, hatto qo'l ishorat, bu millatchilarning qo'lini bo'rda qarindak. Hozir Erdo'g'anning o'zining ishoratida Marabiya to'rt barmoq harakatini ishlatyapti. Avval ideologiya bo'lganda insonlar sen Sharq Turkistonizmchimi yoki sen mustaqilizmchimi degan so'zda birlashsa, deganda birlashsa, undan keyin buning keyingi qadami ishorat chiqarsiz. Bir barmog'ida chiqaradigan bir harakat qilsa, sen falonchimi deyishdan ma'lum qilmaydi, bir barmog'ini chiqarsa, hammadan bir yakiladi. Yevropada ko'rishlar balki turklar qo'lni bo'yra qilsalar, bir-birini to'laydi, kim biladi. Bunun ilmiy kaynida ideologiyasi var, ilmiy sebebi var. Bizde bu yok.
Shuning uchun shu bir-birimizga qarab, senin kiyimini ayırmandakke, mayırmandakke, dopanı ayırmaymakke, mayırı tüzke degandek şart narsalarga ko'ngil bo'lib ketishimizda ideologiyada hal qilgan bir birlik ve kimlik yok. Shuning uchun biz shu narsalar bilan tanishimiz. Ama bu yerda bundaq bir nima bormi? Felsefe. Kichik an deydi, insonlarni mulohaza qildi deydi. O'tirhal an voqealarni mulohaza qildi deydi. Büyük çoğun an bo'lsa ideyalarni, ideologiyalarni mulohaza qildi deydi. Endi bizningki asosli gap qilsak biz insonlar to'g'ri gapimiz, insonlarni mulohaza qilamiz. Uningdan biz voqealarni mulohaza qilgan alga o'tishimiz kerak. Manda voqea bo'ldi, buning sababi nima? Manda ish bo'ldi, Amerikalar Xitoyning o'rtasidagi narsalarni, voqealarni mulohaza qilsak, bizning tadqiqotchilarimiz, ilmiy, kasbiy kishilar buning keyindagi ideyani, ongni tadqiqot bizga yo'ritib bersa, biz bir daraja o'sgan bo'lamiz o'rniga. Ama endi bulunayotgan so'zlarda, bulunayotgan mulohazalarda buni butun xalqimiz ustidan so'rab qolsin. Biz insonlarni taklif qilamiz, voqealarni, ideyalarni. Agarda insonlarni bo'lsa, bizning ong qurilmamiz eng kichik ong degani. Agar voqealarni bo'lsa, o'tiran ongdagi ishlar olamiz. Agarda ideyalarni, ongni tadqiq qilayotgan bo'lsak, biz mulohaza qilayotgan bo'lsak, biz yuksak ongdagi insonlar olamiz. Gap mana bu yerda. Ya'ni bizning hozirgi tafakkur yo'linishimiz eng tuvan ongga chiqqiliq demoqchisizlar, shundaqmi? Eng tuvan ongda yashayapmiz, ya'ni bugungi Uyg'ur xalqi. Asosiy demoqchi bo'lgan bir gap bor bu yerda. Bu muhim bo'lgan ideologiyani nima uchun tashkilotlar, rahbarlar bugunga qadar nurg'un iqtisod ketdi, nurg'un ishlar bo'ldi. Bugungacha bunga jiddiy qaralmadi va qilmadi. Bunga bir javob berib aytgandan keyin ikkinchi betga o'taylik. Shuni tashkilotlar jiddiy qaramadimi? U desa menga noma'lum, ammo 70 yillarga ideologiyamizning yezilmag'ini aniq. Hem bugün ideologiyamizda yozamaydigan kishilar bor. İntayin yosh xalqaro seviyada tarixchilarimiz bor, falsafachilarimiz bor, falsafaviy analiz qilish kerak buning ichida. Siyoset ilmi o'qigan kishilarimiz bo'lishi mumkin. İnsanshunoslik o'qigan, insanshunoslik, ya'ni insonning bu ideologiya degan bir quruq kitobni yozib qo'ysangiz, kitap o'qib chiqmaydi. U kitob adını insanın ruhuyla jugurmuş gerek. Cemiyet şunası okuyan kişiler bunu Uygurlarla karakteri, Uygurlarla naiti yakşın bildiğin kişiler yazılı bu kitapta. Hem de ben bunu bu yerde düşündürüşüm hem de Erkin Ekrem efendim bu ideolojiye yok diyen nesini düşündürmede 10 yılın ayağı sözler atıldı ama toluk bir konkret halkın yapılaklığına tanıştırış bulmadı. 10 yılın ayağı bu nesinin ideolojiyanın bize ideyaga aralashtirib aldık şu bu gapni. Erkin Ekrem efendim ideologiyani tushuntiryapti ama buning qo'llash, destek va yoki umuman xalqning qabul qilish, masalan biz bu darsni boshlaganda 60-70 adam, 50-60 adam bunga o'ylashdi, boshladik. Ammo darsning o'tirib kelganda 20 tushdi. Biz o'tirib qo'yayotgan narsami aslında bek muhim. Hazır biz kelin bu gapni qo'yib derhal milliy armiya qurishimiz kerak, qurolli harakat qilishimiz kerak, Xitoyga qarshi qurol ichishimiz kerak degan bo'lsa, hozir mening ichchi darsxonamiz 70-80 100-200 adam bo'lib ketdi. Buni mening ishonchim komil. Ammo xalqmi ham bu ideologiya degan 10 yildan beri, 15 yildan beri Erkin Ekrem efendimning tushuntirayotgan narsasini tushungili unutmayotdi bir tarafdan. Xuddi bizning darsimizda hozir ko'rilish qitim soni boshlaganda qushliq, ammo rasmiy eng to'g'ri so'zlar yiltiz, birinchi baldoq, birinchi qadam so'zlanayotgan vaqtida tushyapti. Demakki xalqimizning biz hozir bir shaxsning ustida to'xtalgan bo'lsak, hozir yana eng to'van ongda yana yuqorilab ketdi. Demakki
ideologiyani qabul qilish masalasi bek muhim ekan demoqchiman. Xo'sh. Endi bu ideologiyani tushundirmoqchi bo'lganlar xalqqa tushuntirib nima qilishning asli hojati buni tadqiqotchilar tayyor qilib bir kitob yozsa bo'ladi. Ammo bizning bu temani ilishimizning sababi birinchisi ideologiyasi bo'lmagan hech qanday siyosiy hareket g'alaba qilolmaydi. İdeologisi bu Xitoyning kommunist inqilobi, kommunizm degan ideologiyasi bo'lmasa g'alaba qilolmaydi. Qilolmaydi yani bu. Hech qanday hareket ideologiyasiz g'alaba qilmaydi oldida, chunki g'alaba qilib degan nishoni meni qilmaydi ideologiya bo'lmagandan keyin. Shuning uchun bu bo'lishi kerak. Sizning bu gapingizdan ideologiyasi bo'lmagan tashkilotlarning keyindan ergashmaslik lozim degan gap chiqadimi? Teşkilatlarning keyindan ergashmaslikdan kerak ideologiyasi bo'lmagan 2-3 tashkilot yoki ideologiyasi birlashtirilmagan bir ideologiya birlashtirilmagan 2 tashkilot ama siz deganda Qur'on olayli, boshqa ish qilayli degan vaqtida bir-birisi bilan to'qnashadi, dushman boshqa yoqda qoladi. Bu kesin, aniq bu. Chunki bugun bir qarindishimiz menga yozibdi Messenger'dan savol so'rab. Bizning beshimiz aylanib ketdi. Tashkilotlar intayin ko'p, har tashkilot o'ziga chaqiryotdi. Biz zodi qaysi tashkilotning keyindan maqsaq to'g'ri bo'ladi degan bir savolni yozibdi ekan. Hamda ideologiya masalasida yo'q zodi hech qanday tashkilotning bir ideologiya kitobi yoki ideologiya asosi yozgan bir ko'rsatmasi yo'q. İdeologiya yaratılmadı. Ama teşkilatlarının ayıqı menişke mecburmiz. Emli reallik bizge bunu gösterdi. Onun için ideologiyası olması mı teşkilatının ki bir teşkilatta nemi bolaş gerek? En mühim nersi bir nizamname demdik ya stratejisi demdik. Nemisi bolsa halkımız yani bu sualını soran qarindishimizga siz nima deb javob berasiz hozir? Hozirgi ahvolimizda tashkilotlarning qaysisiga ergashishimiz deganda plani bo'lgan ergashishimiz. Xalqqa bir va'da berish kerak. Biz 2 yilda yo 3 yilda yoki 5 yilda biz mandaq ishlarni qilib ma'nuqqa yetamiz. İqtisodiy ahvolimizni konkret planlar bilan iqtisod qurish, kuchlantirish degandek abstrakt gaplar emas. Konkret planlar nima ish qilamiz, ma'ni qilamiz, birinchi oyda maosh, ikkinchi oyda maosh degan konkret planlar bilan iqtisodni ko'taramiz. Undan keyin bir nishon 2-3 yilda biz ma ishni qilamiz. Misolga bizning davlatda Uyg'ur parlament do'stlik guruhi yo'q. Biz manchi rejanning ichida 3 yilning ichida do'stlik guruhi quramiz degan nihoyat konkret planlarni qo'ya olgan va aqlga muvofiq amani qila oladigan degan planlarni ko'rsatgan tashkilotlarga aytish kerak. Bo'ldi, uning javobini olgan bo'ldim. Men shaxsan biz bu qarindoshlik studiyasi faqatla kishilarga da'vat qiladigan, xabar beradigan yoki suhbat qiladigan bir organ emas. Bu qilayotgan suhbatimizning hammasini reallikka, amaliyotga bog'laydigan bir studiyo bo'lganligimiz uchun siz so'zlayotgan vaqtida men iloji bor tashkilotlarga, rahbarlarga bog'lashga tirishimiz o'zingizni. Ya'ni biz qila olatamdik, qilolmatamdik degandek bu masala. Shuning uchun nazariyaviy, ilmiy bu darslarni amaliyotga bog'lab manaman. Chunki ba'zan savollarim ba'zi shaxslarga ketib qolishi mumkin, ismini atmasak ba'zi tashkilotlarga moslashib qolishi mumkin. Chunki biz bunda qilishga majburmiz. Bundan keyin hamda aldamchi tashkilotlar yoki aldamchi kishilarningki keyindan mangdangi vaqtimiz hech qolmadi. Ya'ni 5 yil, 10 yil burungi 10 yilimizni o'tkazgandek o'tkazsak, biz butunlay mag'lub bo'lib ketishimiz mumkin Xitoyning oldida. Xo'sh, davom qilsam. Endi bu ideologiya ahvolidan keyin bizning harakatning ahvoliga qarab qo'ying. Xo'sh. Sharq Turkiston hareketining ya mustaqillik hareketining bu Sharq Turkiston mustaqillik hareketi degan tashkilotning ismi uchun Sharq Turkiston davosining deyman. Shuning ahvolini demoqchi. Bu hozir ideologiya masalasi tugidimi? Ya'ni chunki bir savolim bor shu to'g'risida.
Uni chikit qo'yib o'tamdiq yoki oyoq davom qilamdi? So'raslar tugadi. Ama o ideologiyani yezish shu tadqiqotchilarning ishiga bog'liq. Tamam. Buni chunki bek muhim bir mesele. Bizning qarindoshlarimiz bugun 2-3 kundan beri Facebook'ni to'shqizib qurolli ish qilsak, urush qilsak deb. Biz qaysi qurol bilan qilamiz? Nerede urush qilamiz? Nerede Xitoy qarshi turamiz? Bu nurg'un masala bor. Buni chiqiblam Facebook'da bu yerda depolab ish tanlatmaydi. Avval ideologiya, bir tuzilma, bir ruhiy, ma'naviy fikri bir yer kelishimiz kerak degan narsani Abaytindan bir soatdan bir so'zlab o'tib bu yerda. Shun buning chiqishini qo'yib o'taylik. Avval xalqimiz bir ideologiya yaratish kerak. Buningdan keyin tashkilotlar, rahbarlar, siyosiylar, akademisyenlar, diniy ustozlar, ilmiy kishilar, ilm odamlari, doktorlarimiz ideologiya kitobini yozishga, ideologiya yaratishga jiddiy harakat qilish kerak degan bir narsani tashabbus qilyapmiz. Sizning tilingiz bo'yicha tashabbus qilyapsiz. Mening tilim bo'yicha agar yaratmasangiz, agar yozmasangiz, agar bir yak kelmasangiz, tashkilot davosini qilmang, rahbarlik davosini qilmang, ziyolilik davosini qilmang va xalqni tashkillayman, xalqni boshlab boraman deb bunda boshlamchilik davosi qilmang. Avval birinchi qadamni bossizki, ziyolilar, akademik tashkilotlar, tarixchilarni, ziyolilarni, siz abay deb o'tib ketgan sifatga ega bo'lgan shaxslarni bir yerga kelib bugundan tortib ideologiya kitobini yozmasangiz, biz yana burunqi koni sanamga dessab, uningdan pul olib buningga berib, 4 tal balni o'qitib qo'yib, 5 odamga tabliq qilib qo'yib, 3 tal odamga men doktordim, professordim deb qo'ysangiz, u o'zingizning hayoti, ammo biz buni qabul qilmaymiz. Bu biz buningdan keyin burunqi klassik koni usuldagi tashkilotlar, koni usuldagi rahbarlar, koni usuldagi ideologiya va ishning hal qilish chorasini topmay, uningki deymiz, ya'ni ko'fi ko'paytirilma nusxasini ilib mengayotganlarning keyindan mangolmaymiz degan bu chikitni qo'yib etmasak, bizning bu studiyamiz yanlam shu quruq gap qiladigan studiya bo'lib qoladi. Shunga men sil bir chikitni qo'yib etgandan keyin yana avval ideologiya kitobini yozib chiqish kerak degan chikitni qo'yib etgandan keyin men ikkinchi chikitni qo'yman. Avval ideologiya kitobini, ideologiyani yaratishingiz kerak ey tashkilot, ey rahbar, ey olim, ey ustoz, ey akademisyen deb bu yerga chikitni qo'yaman. Va bir savolimni so'rayman sizdan. Deymanki, bu kitobni yozib chiqishga sizningcha qanchalik vaqt ketadi? Chunki biz buningdan keyin davomli tashviq qilamiz buni. Ya'ni ziyolilarga, masalan, abay siz dedingiz, Uyg'ur akademiyasi buningda boshlamchilik rol o'ynashi kerak dedingiz. Uyg'ur akademiyasiga Abdulhamid Qaraxonga men bu taklifni sunaman. Agar Uyg'ur akademiyasi akademiyan bir tashkilot bo'lgan bo'lsa, 29 tani doktordan tashkil qilgan bir tashkilot, a'zosi kundan kun ko'payayotgan bir tashkilot, doktor professorlar yeniga uyushayotgan bir tashkilot. Agar bundaq bir tashkilotingiz bo'lsa, siz bir rais bo'lsangiz, bundan keyin bu ideologiyaga siz boshlamchiligida, bu tashkilot boshlamchiligida siyosiy rahbarlarni chaqirib, Erkin Akramdek biz Uyg'urlarning ichidan chiqqan strategiya mutaxassisini chaqirib, mayli Dolqin Ayso bo'lsin, Dolqin Ayso apandim bo'lsin, mayli boshqa siyosiy liderlar bo'lsin, bularni chaqirib buning boshlamchilik qilishingiz kerak degan taklifni sunaman. Shu vaqtida bizning bu studiyo yoki bu ishkironimiz haqiqiy ishkiron bo'ladi. Bo'lmasa, sizmi bizda u yo'qdi, bu yo'qdi, buni qilishimiz kerak, uni qilishimiz kerak deb qo'yib chiqib ketgan bir kishiga aylanib qolasiz. Men u kishiga aylanib qolaman. Albatta siz bilan bizning axloqimizga, bizningki nishonimizga, ideyamizga bu to'g'ri kelmaydi. Buning uchun biz buni besim qilamiz butun tashkilotga. Agar buni tashkilotlar qilmasa, undaqda sizga destek yo'q, sizga pulmi yo'q, sizga oldinib mangdigan odami yo'q deyish bilan men so'zimni tugataman. Xo'sh, so'zni sizlarga qaytarib beray. Endi Endi qanchalik vaqt ketadi demoqchiman, savolim. Endi u tadqiqotchilarning vaqt ajratishiga, qila olishiga bog'liq. Balki 3 yil, balki 6 oy, u endi shu o'zi qilayotgan tadqiqot temasida Uyg'urlarni yaxshi ko'radigan jamiyatshunoslik, insonshunoslik kasbida doktorlik
institutunu bitirgen kesbi ilmi tədqiqatçılar var. Uygurlarını tədqiq qılayotgan kişiler mi var bizden ziyadelerimizden arasında? Şunun için bunlar kişiler bir yere gelip emmisi özünün dairesi, özünün noktasından qarab Uygur degen kim o deme abay bir şey degen suallara cevap verip onun için bunu bir siyasetçinin tılıdan siyasetçi analizcilerimiz mi ustazlarımız şunda siyasi sözünü yapılak tılını yakışı tarayan kalıp yakışı gördük antını. Şu kişinin tili bilen, şu kişinin yazık bilen kalıp düşünerek kılıp ama ilmi fakitler buluş gerek. Hem de burunlu ideologiyelerde acayip anlaşmagan nesler var dedi. Fransızların ideologiyalarına karışsanız bizde Tanrı'nın evladı deydiğen bir nesle var, milletçilikle başladı. Ama 21. esirde ideologiya yazış ilmi fakitga asas kılmasa ma esirde ilim terakki etti, başkalarının külküsü kalığa çıktı. Bunun başkalar bütün dünya nadan değil, şuna biz Nuh Aleyhisselam'ın evladı, biz Kur'an'ın evladı degende ideologiyaları çıkar. Mesela Yahudilerin Zionizm'ı karşısında acayip bugünkü devrinin mentekisinde doğruda kabul kılamaydığı nesler var. Ama o şu devrede doğru değil bu mentek. Bunlar nispeten de. Şunun için bugün biz hem şu devrede doğru dediğin yazış için bunu ilmi hadımlar, çetellik kösümerek kılamaydığı Xitay kösümerek kılamaydığı, Uygur kösümerek kılamaydığı ilmi yazmışlar. Bunlar ideoloji keçki qarashda hem de o yazışma biraz ilim talep kılgalık geldi. Burada oturup yazılı olmaydı. Şunun için bunlar bölüşüp akademisyenlerimiz, ilmi kadınlarımız onu tayarlap andaki bir siyasi analizcimiz, siyasi sözlerini yaxşı işletirken kişinin tili bilen bu kitap yazıp çıkılsa belki vakit ya bir şirkete ya üç şirkete onu inek bilmeyim ama kırılıp olurdu. Yani bir yıldan 3 yılgacha vaqt ketdi deysiz. Bizden qarindoshlarimiz inkas yozibdi. Biz yana debdiki biz bu ideologiya, pedologiya degan gaplarni qilib qo'yg'icha qabul qilib yo'limizni topganga qadar vatandagilar saqlanmaydi, Xitoy saqlab turmaydi debdi. Yani biz bu yer ideologiya degan gapni bilan avar olmay vatandagilarni qanday qilib bo'lsa o'q atamdiq yoki o'qqa o'zimizni atamdiq bir qanday qilsak deb yana aldiradi qarindoshlar. Buningga o'zingiz bu bir javob beryapti. Chunki bizning so'zimizni balkim ba'zi qarindoshlar tushunigilmi unamaydi. Bu nim deyotganda bular chiqibdi. Oyat insonlar o'lib olsa, oyatda bizningki hemşehrilerimiz depsende bulavası bo'li chiqib hamda ideologiyaning gapini qilayotgandan bu qanday gapdi deb tushunmaydi. Buningga nima deysiz? Hem de bunun da biz ötken 10 yılını belki 15 yılını muşu işlerini kalabalık dersi kalabilişimiz gerekti. Teyarlaşımız. O kayındaşlarımızdan hazır Xitay'da buluvatkan mavi işlerini tuyuksuz, biz teyarlıksız bop kaldık şu var kaldı. Şunun için pat-patrakçılıkla kalaylıkançılık emmeden tertipsiz bu ketişinin sebebini biz teyarlıksız sistemlaşkan teşkilatla ideologiyada birleşken degen bu işlerini biz ötken 10-15 yılda kazışımız gerekti. Ama bu yerden demek ki bitme bütün emme teşkilatlar ötken 10 yılda bu noktada mağlup oldu. Hemisi. Ne? Yani teyarlık ne yaxşı kılanmadı? Yani bu ideologiya degen meseleni turuncu ketim oturup koygan ziyalilerimiz 10-15 yıl aldı oturup koygan. Aslında şunu anlap bu ideologiyanın meselesini biz 10 yılını aldı da el kılıp bunu takip edip çetelde dini yoldaki kayındaşlarla milli yoldaki kayındaşlarını birleştirişinin bir yoluymuş o. Bunun başka yolu yok. Hazır bunu biz kılanmaganlarımız için hem de ciddi tutuklaşımız gerek. Çünkü Bence bunu bir yıl içinde bitkizishimiz gerek deb o'ylayman ve bütün teşkilatlarga bu ikrandan besim qilishimiz lazım. Yani siz bir yıldan 3 yıl dediniz de ama ma qarindoshlarımızning so'zim to'g'ri, biz bek ciddi ish qilmasak bundan keyin Xitoy bek ciddi ish qilib o'tib bordi ama Xitoy 10 yilda qilganini 1 yilda 1 oyda qilib o'tib bordi. Bizni
Şəxsən siz oturup qoyavatsız bu məsələni. Mən biraz qattiqroq kelaman bundaq məsələlərə. Təşkilatlarımız bu məsələni ciddi tutup bir yerga kelib bir yil ichida Sharq Turkiston xalqining ideologiyasini umumyüzlük to'g'ri ifodalab beralaydigan boshlamchilik rol o'ynay oladigan bir kitobni tuzib chiqa olishi lozim bo'ladi. Bo'lmasa biz bu ekranimiz orqali unda qilolmasa tashkilotlarni qilolmaydigan tashkilotlarni yo'q qilishimizga to'g'ri keladi. Xo'sh. Endi bu bugün neymiş için bu meselenin sözleşimiz deyseniz, çünkü kolu koralarımız devatqa ve kolu koralargan teşkilatlarımı qaysi yerde, başka ciderlerle aralashayotgan teşkilatlarımı var. Bunu hazır bugün bu temini ilişimizin sebebi vatanning ichida xalqni ciddi bostırvatqanda biz ular yordam qilamiz, qoralarimiz jurnallarda berib, chegarani tüyde bir-birimiz bilan kan töküşmeydi de bulatqayız. Çünkü ideologiyalik birlik olmay turib, qo'liga siz pichoq berib, ishki guruhni yo'lga solsangiz, Xitoyning bu ishki guruhini bir-biri bilan oluşturuvchi beklarsan. O'rta Osiyoda yuz berdi zaten. Millatchi va islomchi deb ikkiga bo'lib, nechadan o'ldi. To'g'rimi? Endi O'rta Osiyoda bu bo'ldi, bu Sharq Turkiston Cumhuriyeti vaqtida bu Ahmadjon Qosimov masalan bo'ldi. Suhbatni müşahede min qilaylik. Oxirini keyingi bo'lamiz. Bo'ladi. Bo'ladi, sizlar nimani davom qilaversizlar darsni. Chunki ma qarindoshlarimizga biz ma ba'zi naq maydon javobini bermasak, bular bilan biz hamkorlashib o'zaro parang qildik degan narsamiz yolg'on bo'lib qoladi. Şun qarindoshlar men mishadin deb qo'ysam, shu qanday savolinglar, gap so'zinglar bo'lsa, naq maydonga telefon qilib, qarindoshimiz albatta chiq o'qigan, strategiyada, siyosatda yetishib chiqayotgan bir qarindoshimiz savolinglarga inshaalloh ilmiy shaklda javob beralaydi. Naq maydonga telefon qilsang bo'ldi qarindoshlar. Xo'sh. Endi mening bunun keynideki kısımlarını keyingi böleyli biraz söhbet kılaylımdı. Yani meminin yo'qligida mencha tushandi qarindoshlarimiz. Bu nes keyingi bosqichlarda tashkilotlar nima ish qilish kerak, qanday qilib iqtisodiy ahvolni yaxshilash bo'ldi degan konkret planlarni, konkret nima ish qilib. Bugun sal nazariyaviy bo'lib qoldi, balkim ishimiz qilib ko'rgan bo'lishi mumkin ko'rganlarning, ammo bu muhim. Buni bilmay turib, bundan bir narsaning bağlılığını bilmey durup, qo'liga qurol olsa, qurol bilan bir-birisi bilan so'qishadigan ish chiqadi, qo'liga pichoq olsa, pichoq bilan mushuni tugsa, mushi bilan bir-biri bilan so'qishadigan ish chiqadi. Bu bo'lmay turib, dushman bir yerga kelib, o'zaro so'qishadigan ish chiqadi. Buni bilish kerak. Albatta. Shuning uchun yaxshi bo'ldi suhbat. Bu albatta bu ilmiylikdan va nazariyadan boshlanadigan gap. Faqat men amaliyotga bog'lashga tirishdim xolos. Ammo qarindoshlar bek yaxshi imkoniyatlar bo'lyapti. Odam sonim intayin ko'p, faqat men misol oldim avay. Sizlar davom qilaversiz. Dersimizni davom qilamdik yoki savol-javob suhbat qilamiz? Hozir bizning suhbat boshlaganimizga 1,5 soat bo'libdi. Mencha darsning oyog'ini buda qismga qo'yaylik. Hozir bugun deyilgan gap asosi ideologiya masalasi. Undan keyin buni qandaq paydo qilish, barliqqa keltirish masalasini degan bo'ldik. Chunki bizning 20 soatlik vaqtimiz qoldi. Telefon qiladigan qarindoshlar, savol so'raydigan qarindoshlar bo'lsa, naq maydonga telefon qilsa bo'ladi. Men bu yerda bir ishdan hayron qoldim, Musaboyev afandim. Bizning xalqimiz Xitoyning qo'lida shunday izlibdiki, savollarni keyinda odatda men har bir programmani tugatsam, darhol men 10 odamdan 10 xil savol keldi. Messengerdan keldi. Yazıdı, her xil tanqidlarni yoki takliflarni berdi. Ammo men bu yerda vaqirab deb ketim, qarindoshlar, erkaksizlar. Hammaylar ig'izimiz bor. Bir qo'qaydigan yerimizmi yo'q chet elda, hech kim tutib so'lab qo'ymaydi. So'lab qo'ysa berib yotimiz, yetavasi berib o'limiz, bir jonliq bo'lib, fikringni olimning, ustozning oldida so'ranglar, bir telefon qilib deyman.
Neçe dep ketime, ammo bir telefon qiladigan o'g'il bola bek testi chiqadi. Ya'ni xalqimiz nima uchun bundaq bir psixika egolab qoldi, uni bilmadim. Ammo dars tugandan keyin mash messengerga keyinida yozdi, ananda deytuk, mana manda qildik deb. Hozir men shuni demoqchi qarindoshlar, qo'rqmanglar, telefon qilinglar. Xato so'zlarni qilib qo'yishdan hech vaqt qo'rqmanglar. Xatoni qilib to'g'risiga yonimiz. Men shaxsan xato so'zni qilib qo'yishdan bu yerda faqat qo'rqmayman. Chunki inson xatolashidir. Xatolashi kerak. Albatta xatolasak to'g'risini topamiz. Shunga savolinglarni keyindan yozmay, mangayliq. Kunda 5-10 odamdan xat keladi. Suhbat qilganda ekranda so'rang, ekran telefon qiling deymi, hech qaysi yo'qolib ketadi. Shunga bu bizdagi bir ig'ir bir kamchilik. Shunga men faqat qarindoshlarning shu inkosda nim qilgan so'ragan savollarni sizga nim qilib bersam, darsning oyog'ini buda qitimga o'rlashtirsak deb o'yladim. Shunaqa qilsak bo'ladi. Yani bunun hozir ma darsning oyog'ida qaytib qo'yadigan so'zingiz bo'lsa davring, men savollarni hammasini yig'ib kelib keyinga so'ray. Endi qaytib qo'yadigan so'zim bu da qitimda suhbat qilgan vaqtimizda endi konkret texnik amaliy narsalarni so'zlaymiz. Ma bu endi nazariy emas, men faqat bir tonishtirish xarakterlik yapılaq til bilan, xalqning til bilan tanıştırdım. Çünkü bunu nazariy jihatdan strategiyalarni uchun tushuntirayotgan kasbiy tadqiqotchi xalqaro saviyadagi tadqiqotchilarimiz bor. Ular uni qilyapti. Men faqat xalqqa nima bo'lishi kerak deganni, men bir xalqning birisi bo'lish bilan faqat suhbat qilib, yapılaq til bilan bir tushuntirdim. Endi mana bu balkim sal zerikishib qoldi, oldingi qitimdek amaliy bo'lmadi. Ama bugün aslında bek muhim bir hal qilg'uch, yiltizlik, yadroliq bir masalani deyishdik aslında. Men uchun bu ders bek muhim. Xo'sh. Endi bu bo'lmay turib, boshqa amaliyotga tushganligimiz uchun biz shuncha yillarning yog'i soatdek tekrab 40dan oshamasligini sabab shu. Bu bo'lgandan keyin tekrarsak biz qanday ish ketamiz. Shuning uchun buni nim qilgan budoq suhbatda biroz konkret, ya'ni Tibetchilarning ahvoli qayerda, Sharq Turkistonliklarning ahvoli qayerda degandek buning davomini biroz konkret amaliy bo'ldi budoqisi. Shuning uchun endi bu bugun sizcha ishini chiqib qo'ygan bo'lsa, kechirim so'rayman. Yo'q. O gapni men faqat misol qildim. Çünkü her qitim biz professorlar, doktorlar, ustozlar, olimlar bilan suhbat qilgan vaqtimizda ko'rish qitim soni, anglash qitim soni bek tuvan bo'ladi. Ammo shundaq bir jahil bilan tortishgan, urushgan, tanqidlashgan yoki jiddiy bir masala bo'lib Qur'onning gapi chiqsa, bizning xalqimiz shundaq yaxshi ko'rdiki bu Qur'onning gapini, shu suhbatxonamizda adam to'shab ketadi. Amaliyotda bizde bu namoyish qilg'ili o'rgangil 2 yil bo'ldi. Men 2 yildan burun manda ensiraytdim. 2 yil burun. Xitoy chegirini ichib etsa, hamda yenib tushinglar inqilobchilar, biz sizlarga ma go'zal vatanda xotirjamlam yozsanglar neftinglarni, iymoninglarni biz olamiz deb biz sizlarga bir turmush nemisini beramiz desa, inqilobchilarning yerimining tushib ketishiga ishondim. Bizning chet eldagi da'voyimizdan bu keyinga chekinib ketishiga ishondim 2 yilning oldida. Bugun tunigim bugunlardan biz endi namoyish qilishni endi o'rgangan bu vaqtda qarindoshlarning darhol qo'limiz qurol olayli, atayli, chapayli deyishi men haqiqatan hayron qoldim endi. Bir qarindoshimiz naq maydonga telefon qilibdi. So'zlasangiz bo'ladi. Assalomu alaykum. So'zlasangiz bo'ldi. Ovozingiz bor, so'zlasangiz bo'ldi. Ovozingiz bor. Qarindoshimiz ovozi yaxshi emas, men ham qaytib urib boqay. Ovozingiz bor, so'zlasangiz bo'ldi. So'zlasangiz.
Ve aleykümselam. Aleykümselam. Hayırlı akşamlar. Hayırlı geceler. Sözlüsünüz boladı. Ya benim bir sorum vardı. Hı. Uygurca gap qilsangiz bo'ladi. Agar Uyg'ur bo'lsangiz Uyg'urcha gap qilsangiz bo'ladi. Türk olsa Buldu. Uygurca gap qilaylamsan. Ya benim bir sualım var. Ya bir ideologiye. Ya bunu anlatırsınız. Tamam. Ama şu anda vatandaki ya o kardeşlerimizi yani bir ideoloji yani 1 yıl, 2 yıl, 3 yıl bunu milletki tuturumuz, halk ideoloji yani sondurumuz, ula anlatımız, şühendürümüz diyicilik şu anda vatandaki ehvallarını bilirsiniz davutlan. Doğru mu? Doğru. Ya 1 yıl içinde bu Mart'tan itibaren bu yıl şu anda 14 ay oldu. 14 ay içinde bütün koçalarda tüm tas, sokaklarda adam kalmaktı koçalarda. 1 yıl içinde. Bunu gördüler. Videolarını bana kör var Facebook'tan. Hem de kopup yani 2 yıl, 3 yıl, 5 yıl ideolojiye değiştiler. Ya vatandakiler taklattınaydı. Tamam biz burada üzüleydin ideoloji yani. Tamam sındırırdın. Ya bu hazır bir ideolojiye değiştiler bunu. Bizden nemi talep kılısınız yani kanda kıysak? Ya bu kanda kaganda şu anda vatandakilerinin şundan ihtiyacı var bizge. Yani bizden... Nereden biri girip de kutuldurar ki, nereden biri girip bir yardım kıpalar ki, nereden bizge bir gün çıkıp kalar ki. Dep kula diyen destem dolu korluk juru varsa biz bir yerde 5 yıl, 10 yıl dep durup plan tüzüp ideolojiyenin kumdusanlar. Ya bu kundak hep buldu bu. Ya bu mu bizim planlar? Bu mu bizim stratejik planlarlar? Ya başka yok mu? Başka çözüm yok mu bunun var? Başka çözüm isteysiz bizden. Yani... Nasıl çözüm? Yani... Nasıl çözüm? Nasıl çare? Kandak çözüm insanlar? Ya bir... Hani bizden stratejik plancılarımız, bize liderler, bize teşkilatçılar, neymiş kayanlarla bir yere gelip topluşup kendisi, bu konuda kılmaz mı hani? Bak vatandakilerin 40 kişi vardı. Bir hepsine aldı dedi, yadro koyup duruptu. Biteceğim milletler bizdenkiler, yekendikiler. Ya ne yaptık? Tabii altta Türkit vardı o davatıdılar. Ben nasıl Facebook'tan köydüm. Ben köygenlerimden kuvvetme. Her günü destekçilik, her günü horluk, her günü bozgunculuk. Bu ideolojiyen diye tartışandık biz. Ya tüm teşkilatlarının liderlerinin hemisi dünnisi olandı, tennisi olandı, hemisini çağırırlar. Bir yer kilip, ula kubul kısın, liderler kubul kısın bize, ergeç küçüler bize. Kan versek mi, yönbirinden versek mi, biz bir iş kılaydı, bir çözümünü kılınlar, biz eksik mamaydı. Boludu. Yani biz... Bu ideolojiyenin kılıp vaktimiz kalmadı bizdenki. Bizim çakırvatımız sizmişerdin, çakır pekine akını şu teşkilat rehberlerini, teşkilatlar sizin avazınızdan alıp bakın. Zaten her kanunda teşkilatlar olsun, Amerika'daki olsun, Alman'daki olsun, Hollanda'daki olsun. Ya hepsi bir yer kessin. Ya yeter artık ya. Hep Facebook'ta boş mısında konuşup utandık paramızı. Ya bunun bir çözüm, bunun bir çözüm kılaydı. Kırıkta bizim strateji diye planlarımız var. Bana musabayıp atımız var ki. Ya ben kaldım biraz. Gerçekten titrip kaldım. Kopup kaldım. Lekin ben... Hazır hissiyatınız nime, obdan düşünüme. Toğra. Ya karanlık kılaydı atımız biz. Bu kandak yap bu. Ya bizim Hristiyan bu. Ya bizim hiç Kur'an alamayız kolumuzda. Bizim hiç kıvvetten kirenmeyiniz. Evet çetlerle kandak geçmişe de kireliyorsak yanım kaçışından hiç kirenmeyiniz fayda. Bütün ye. Ben sizden bir soru sorsam bulamıyorum. Buyurun. Tabii ki de. Siz 2009 yılı vatanda mısınız yoksa chet elda mısınız? 2009'da ben vatanda emasdim. Ben 2009'daki şu vaqtlarda ben vatandan chiqqandim vaqtda. Vatanda emasdim vaqtda. Siz 2009 yılı çıktınız mı vatandan? 2009'da ben chiqib bo'lgandim chet elga.
2009'da çıkıp bo'lgan bo'lsangiz, 2009-yildagi Urumchi qirg'inchiligi bo'lgan vaqtidagi mush hozirgi o'xshash hissiyot, o'xshash ishlar bo'lganini bilasiz demak chet elda. Albatta hozir Shunaqmi? Masalan, Turkiyada Saadet Partiyasining 100 ming kishilik namoyishligini bilasiz. Shunaqmi? Ya'ni bunda vaqtdagi kayfiyatimizni albatta tushunamiz. Bizmi Uyg'ur, bizmi musulmon, alhamdulillah, bizmi sharqi Turkistonlik. Buni tushunamiz. Sizning ishchingiz qanday bo'lsa, bizmi shunday bo'ladi. Ammo biz buni deb turib, shu 2009-yildami Urumchida xalqimiz qirilgan vaqtda chet el ajoyib birlashish bo'lgan. Shunchalik yaxshi namoyishlar, cho'ng faoliyatlar, hatto 51 davlat shu qirg'inchilik qarta 51 davlatning hukumati bayonot e'lon qilgan. Buning ichida Turkiyaning Erdo'g'an bu etnik qirg'inchilik deb Birleşken Devletler Teşkilatı Xavfsizlik Kengashiga aparamayman bu ishni deganligi uchun Xitoyni ozroq bo'lsin to'xtatib olgan. Endi bugungi ishda, ammo keyin qanday bo'ldi desangiz, Jon Chulshandab yana boshliq ketdi, voy bu yaxshi-ki, voy andaqga, mandaqga degandikilar chet elliklarmi bo'shab ketdi, vatanliklarmi bo'shab ketdi. Endi nima uchun ideologiya Jon Chulshanni maqtab ketdi, shu vaqtdagi Uyg'urlar bizning ko'zimizga o'rgayish. Jon Chulshan yog'liq ot qilib qo'ydi ekan deb. Men tushunay, ya'ni biz nima uchun ideologiya deymiz desangiz, chunki Xitoy usta bir bosudi, aniki hozir hammasi qo'yib etib qilsa, insonlar yana bo'shab chiqadi. Chunki biz buni necha qitim ko'rdik. Men G'ulji voqeasini ko'rgan edim o'zim 97-yil. G'ulji qirg'inchilarini ko'rgan 97-da. Shuning uchun men G'ulji dedim shu vaqtda. Shuning uchun endi biz nima uchun buni aytamiz desangiz, mushu ideologiya degan narsani biz tushunib, mushu narsa bizda bo'lsa, bizga jamuna vatanda, vamna vatanda, tamna vatanda bizning nishonimiz aniq chin turimiz bo'shab ketmaymiz. Biz chin turib, izchil bo'shab ketmay mana vaqtimiz nima shu desangiz, 51 davlat bayonot e'lon qilgan bo'lsa, buningdan 100 davlat bayonot. Hozir Xitoyga Uyg'urnisiz to'ralib kirib, 100 turani birish qilaylik desangiz, hozir harbiy analizni o'qinglar. Chunki hech qanday kuchimiz yo'q. Qo'limizdagi to'rtal tapancha bilan yugurib berib, bu hozirgidan dron deb narsalarni siha deydi bu Turkiyada ekansiz. Silahli insonsiz havo arachi deydi siha. Shuni bilan ijroshtirib siz berib qo'ychi. Hozir harbiy analizni bilish. Uning uchun qanday qilasiz desangiz, birlashib, tushunib, xalqaro vaziyatni yaxshi tushunib, Xitoyning sihalari bo'lsin, aeroplanlari bo'lsin, boshqalar bilan aldirash vaqtida sizga fursat keldi degan gap. Uningdan boshqa vaqti degan buni Turkiyaning xabarlarida harbiy analizlarni bergancha ko'rsangiz, hozirgi harbiy texnikada Murodab bo'lgan odamning qanday bo'lganini ko'rasiz. Shuning uchun xuddi 2009-yil voqea bo'lgan vaqtida shunday bo'lgan, hamma kishilar ko'chaga chiqqan, ammo davomi kelmadi. Davomlashmadi, bo'shab ketdi. Nimishqa Jon Chulshandab yaxshi boshliq ketdi. Tuvan pul berdiki, nikahlik uy berdiki degan narsalar oldindi. Chet elliklarmi shu vatanliklardan chiqyapti. Vatanliklardan men bir narsa tushunmayman. Ular qo'lidan kelgan hammani qildi, tankini oldi chiqdi. Bizning millatimiz rost jasur. Ammo chet elliklar oldindi. Shunda bo'lmasin deb hozir bizning qilish tegishli ishimiz shuning uchun 100 gradusga chiqqanda qaynaydiganda bilsangiz, 90 gradusga chiqqan vaqtida hayajonlashni ochdi, chunki yana 10 gradus qoldi degan gap bu. Endi bizning yurgimiz yig'ladida hozir, lekin biz bu ideologiyani bu narsani tushundirmasak, tashkilot bunaqa programmani ko'rib, tashkilotlar nima ish qilish kerak, konkret narsalarni so'zlaymiz, turib gapiramiz. Bularni biz yaxshi tushunib, agarda hamma tashkilotlar shunday birlashamasa, yana Xitoy qirg'an vaqtida yig'laymiz, Xitoy qirib bo'lgandan to'xtaymiz, so'zkidan bilan sarsin ba'zilarni o'tiramiz oldin. Buni necha qitim bo'ldi bu ish? Bu tashkilotlar nima birlashmaydi? Endi bu savolingizni hammamiz so'rayapmiz. Bu butun xalqning nimasi. Endi nima uchun birlashamaydi desangiz,
Türkiye'deki siyasi partiler neymiş için birleşip bir partiye bulanmaydı diyen sual okşaş bu. Emmisinin Ya sizler çakır yüzünü kılınlar, sizler devlet kılınlar, bir ekip oturunlar, birleşinler. bana bir şey de. Kılınlar. Karan bir yere gelip oturuş ile birleşmeydi o. O Türkiye'den korkunç Mustafa Kemal Atatürk'ün bir gepi var. Okşaş tilini sözlügenlerimiz okşaş anda oylaganlar, okşaş ideologisi boğanlar birleşeleydi değil. Bunu bilirsiniz çokum. Şunun için bir yere gelip nurgun oltadı, nurgun kıldı. Hem birleşiyordu, biz teşkilatlarımızda birleşmeydi diyen gepemez. Ama hakiki birleşiş, mesela hazır sizden sorsam Türkiye'deki ben Uygur, ben milletçi, hatta Türklerden alaydı. Ben Köktemrici, ben Türk, ben Şaman diye adam bilen, ben Müslüman, Türk diyen AK Parti'nin adımıyla kanak birleştiği oldu. Yani biz şunun için bizden davet kılınız. Şu iki millet, iki toplu birleştirişte bu şundak ideoloji diyen bir nersi gerek. Adamları kalmasına düşündürüş gerek. Siz de bana bu eğer dini noktadan karısınız, Necmettin Erbakan'ın milli görüş diye muş ideolojisi bu başka bir gün AK Parti'ye bak Türkiye'de. Bu kitap olmasa Müslümanlar çeşitli birbirine aşında birisi senin sakının uzun gelisi senin yokkan kalç geldi çok şükürgen Türkiye'de mi? Müslüman kim birleşti? Bunun ilmi yolu asası müşür. Sunum 100 gradus kaynağında ideolojiyeyle birleşiyor. Hadi. Sizinki Allah razı olsun gepinizden anladık. Sizin hissiyatınızdan düşünümüz aşındak bulaş gerek ayallah. Yani hazır sizin kolunuzga kuraldan bir nefese hazır hem işini kıldığan bir nimede hazır hissiyatınız şu. Elbette Yalnız menlu bundaq emas. Menimce hemmisi şundaq. Manga oxşaş partlanmalıp qalma, manga oxşaş aşınıp qalqanlar çık. Yani bir çıkış yol istiyoruz yani istedim. Ya buna bir çıkış yolun bulalım. Ya bunda vaktimiz yani kaybedecek. Yani vaktimiz yok. Vaktimiz kalmadı. Şuna aldığımızdaki programda inşallah ben teşkilat rehberlerini yani çakırım eşkiranğa. Oldu. Rahmet sizlerime rahmet. Musabayip akımızı rahmet. Biraz ben bu kaldım yüksek avazlı paramsız kaldım ben. Elbette düşünüşkü boludu. Aldığımız küllerde rast gepiniz rast. Çünkü bir yerde çok qarindaşlar men bu işkirandaki qarindaşlar bir narsa dep qo'yay. Biri men ikki programma qilamiz. Biri mush xalqimiz bilan zat nemish qilamiz degan narsani maslahatlashishga bir programma qilib aldığımız kunlarda. İkincisi teşkilat rehberlerini chaqilib bizning endi vaqtimiz qolmadi. Ciddi bir şekilde bununla hiç bo'lmaganda xalqimizni qanoatlantiradigan bir narsa lazım bizga. Bir yol, bir amalla chiqinglar deb bu rahbarlarni ikkiran kelib xalqning orasida ya o'zining ikkiranini so'zlaydi, manda qilamiz deb yoki mush ikkironga kelib yoki boshqa ikkironlarga kelib biz bu jiddiy vaziyatda paytda manda qilamiz deganni xalqqa anglatmasa biz uni qanday rahbar deymiz endi yoki tashkilotchi deymiz yoki tashkilot deymiz. Şu sözleş gerek, çıkış gerek. Bu sınırımızdaki sualığa cevap veriş gerek bir yerde. Şu. Doğru sizin gepiniz ama biz kolumuzdan kelganini qila olamiz. Biz hem çoğun siyasetçi, çoğun teşkilatçı bulmasak mı? İşkiranımız arkalık teşkilat rehberlerini, teşkilatlarını bu ciddi vaziyetke bir takabül to'g'idek bir yol tep çıkışga terişimiz. Hem de Musabayev qarindishimizdek keselini jiltizdan davolaymiz deb bu şekilde çıkıp bundan keyingi programmalarda sizin sualınızga konkret javoblar chiqadi. Biz manda qilishimiz kerak deb. Va yoki konkret tashkillashlar bo'ladi inshaalloh. Biz Musabayev qarindishimiz bilan ikkiran aqistim paranglashimiz. Musabayev qarindishimiz hozir Avustraliyada naydi ciddi şekilde bu Uyg'urlarninki bundan keyingi Xitoy qarshi harakatlarida ciddi bir yol izlayotdi. Yoshlarni tashkillashda bir ciddi yol izlayotdi. Qanday qilsak Xitoyning zulmiga imkasını yaxshi qaytara olamiz, qutula olamiz deb izlanayotgan qarindoshlarimizdan birisi, rahbarlarimizdan birisi, bizningki o'qiyotgan ilmiy akademisiyalarımızdan birisi. Boshqa so'zingiz
Bağımı tügüdü mü? Tüggen bolsa Yok ben... başka sözüm yok. Hemala rahmet. Ahırkı bir sözüm var. Bizninki barlık teşkilatlarga. Çoğun olsun, küçük olsun, muş Uygur davasını vettinin tupurğunu kutuldurma, kıyırındaşlarını kutuldurma, men bu meydanda digiçiler hemmimiz bir can, bir ten bulup en kısa zamanda uyulup bir yer kilip biz kendimizni özümüzni köz tutağan bir iş kılışımız gerektir. Bugün şamı, et olanı, ögün olanı, yerden bir nemkip kalanı ki ya bu maydı bu. Ya yeter ya, sıkıldım ben bunun yanında haberledim. Ben bunu demek istiyorum yani. Tamam, teşekkür ederim. Allah razı olsun. Buldu, rahmet. Rahmet sizge. Ben resmi bu sanımның sözümü beni biraz təyil etdi. Toğran, xalqımızdan hakikaten açık geldi. Musa Bayef efendim, yani sizin konuğunuz gibi ama belki bazen gep sözlerden renjip qalgan boluşunuz mümkün. Yani bir qarindişimiz telefon qıptı, onun sözünü anlattı. Ben de sözünü siz qaytırıp bəzən bolamdı Musa Bayef efendim. Selamünaleyküm. Wa aleykümselam. Aleykümselam. Ben bir şu teklif fikir sual için açıkan telefonu. Boladı söz istedim. Avu işkiran nemene taqavesle programın taqavesle çünkü ardılıqda 15 sekund vaqt var. Şuna ikisi aralışıp gidiyor. Söz nasıl oldu? Takip ettim. Hoş. Esselamu Aleyküm. Musa Bey, Ümit Musa Bey efendim, Hüseyincan Tecelli Karım. Ben bu programın keyinki yarım kısmı katlaştım. Nahayeti yaxşı söhbetle şu vatanninki müstakillikka kelgisi istiqbal için başka tuğan reallıkımız asasında her bir yukarı seviyelik ve töven seviyelik Uygur'unki kallısıdaki arzusunu eksik bir perde. Hüseyincan Tecelli Karım buna nisbeten nahayet yaxşı avaz katkan oldu. Hem de bu çıkanınki mənilik söhbetiga hem de men bir avaz katıp özümdeki köygen bilginim ve teklifim andaki bir sualımı koymakçı oldum. Elbette bir minut ya 2 minut. Hem de Müstakilizm, Şarkı Türkistanizm diyendek bir kitapını yazılış gerek dep buna aitti. Fevkulatımı moyun bir teklif hem kılmısı, icra kılmısı olmaydıgan bir layık eken. Nem için diye vaxtıda bizdeki vatanımızdaki müstakillikki koluk keliş meselesi de birisi Allah'ınki kent gölemlik Xitay Kompartiyasiga bir balali bir şey bilen bizden Uygurluğunu saklap kılışı bilen vatanımızı saklanıp kılışı mümkün müstakillik. İkincisi Xitay Kompartiyasiga Amerika asker nöbetkiler hep sözü damılan kendi. Yani ularını bir uruş ağıtıdan kim kançılık kerek kılıp çekirdağız kançılık kılıp onun iki müstakil. Yani bu ikisi imkaniyetki aylanmadı. Dünyanınki ölçümü, Xudanınki ölçümü bizninki reallıkımız doğru kembili diye vaxtıda uzun mezgillik yoki 1 yıllık, 2 yıllık, 10 yıllık, 50 yıllık bir plan bilen bir ideologiya asasida meniş kerak degeni 3. planni asas qilib bu kitap meselesini o'tirib chiqardinglar. Bu mayli ayat noqtasidan bo'lsin, 50 yil noqtasidan bo'lsin, bunda bir yo'l ko'rsatkich bir kitapniki yazilishi mushu ne qonun nizam qilgan holda nizomdan qilgan holda hatto tashkilotniki shu tartibni bo'ylab mangan vaqtida butun natijaning bo'lganligini albatta har bir inson o'ylash kerak. Meniki demoqchi bo'lganim boshqa. Vatanda men şu 90 yıldan başlarından tartibki vatanın içindeki 2010 yılga kadar teşkilatlar ve 2010 yıldan keyinki chet ellik teşkilatlarni ko'rib kelayotgan ichida yashadim. Bunun ichida manda bir silishtirmani deb haqqim bor. Vatanning ichida shu 96 yildan 2000 yilga kadar yoki 2004 yilga kadar 10 yil ichida manda bir cho'ng o'zgarish yuz berdi ziyolilar qatlımda. Ben özüm dini mektepte okugan, üniversitede, lekin bütünlüğü 17 yaş vaxtında ziyaliler katılmarlaşka hazır kadar. Biz Ürümçi'de okugan mezgilinde, faaliyet yapan mezgilinde, herkes üniversitede ve ziyaliler katılımda 300'e yakın dini serp hizmet kılavatkan,
300 Ali mektebini asas kılavatım. 300'e yakın siyasi katlam, tarih, çeteldeki faaliyetler, namayış uyuşturusuna asas kılışarlık vatandaki azatlıkla kolluk keltirmez deyilgan. Bu alet ki bu iki taraf birbirine yakın gelmeydi, ottamaydı, selben hürmetlişti, lekin ayrım bir tutup şekilde yaşayıptımdı. Ben 98 yıldaki 1998 yıldaki vatan Amerika bağın 80. ayı 20'ye yakın şehirdi. Savaktaşlarım var, dostlarım var. Okşamagan bir görünüşüm gördüm. Kayıs görünüş ise 100 bin yakın bala, ben cemiyet yok 3 yıl yakın. Bu şu Erkinlik Partisi, İzbit Tahrir, ben bunun materyallerini gördüm. Lekin özünün içinde yaşap bakın bu programını kollagan ya ki mangan edememez. 100 bin yakın yaş cemiyetinki okşamagan kadrla, üniversite ve bilim seviye katlamıdan, okşamagan katlamdan şu ideolojiyen asas kılıp vatanın müstakillikini kol getirimiz şu relis lineya boyunca şu ideya kitap programlarını boylatmayatta bunun ağızda ekto katışıkto bunun da ta hükümet organlarının çoğun katlamlarını tatip hukukçular kadar katlaşkan ve 100 bin kadar yine sansür statik malı el-kezat lav ümmetleri yalgan sözlükleri benim ümmetim medreseyim yalgan sözlüksem ümmetten çıktı ben. 100 bin adamını Arap'ınki halkının bir ideolojisi ve ideolojiye çıktı rejim aslı tuğan 100 bin Uygur'una ziyadıyla sepiliki davet etmez. 80% ziyadıyla sepiler. Özge ergeçtirilgen bu ideya çemberlik aslında aşında bir pulga inip ketken cemiyette uygun şahsıl kılalığına Xitay karşı çıkan. Bunun nurgun neticeleri ve evvellerine başkalarının ideolojisi yine madar bir nesini demekçi olu be. Ben sordum bunun sebepçi olan nesli nime? Şu tamar çıkıda arak çıkan ballı vattı. Eysa Efendim'den Dalai Lama'nın sırtını gösterip Uygur Kıvın tarihinin sözde yaşlarını kozgutumuz, namaş müşterimizde Tepe Üniversitesi'nde, Tedavi Üniversitesi'nde biz alıştık hem de. Keyin o ballı karısam, uygulasam teheccüd okumadı, 5 vakit namaz kılıp gitip teheccüd okumadılar. Biz Allah'a namaz arkalıp Allah'a yakınlaşıp Allah'ın tilep müstakillikimizni kol keltimizde qanday kelip bizga so'zlar sizlar ajizlashib ketib turguncha dedi. Ashbalning bir qismi batırmadım yatgan ishlar. Meni demakchi o'g'lim nima desa, İslam dininden ibaret bu güzel din ve bununki yol yo'riqlari ko'rsatmalari bundan foydalanib yozilgan chet eldagi ba'zi kitoblarni o'ziga ziyolilar qatlami ilib mag'ritdak. Buni birlik kelib, buni e'tiqod bog'lab, bu asosida ittifoq tuzib teşkili tüzüm Xitay'a karşı çıkıp Xitay'ını onu dümdü kılıverdi. 90. yılı 2009. yıl kadar. Daha hazır kadar kılıverdi. Ana aldı kılıverdi. Bunu kıyıqavlar ziyadıyla katlandı vatanda. Hoş şu sözünü biraz... Ben madar nesinde vardı. Ben çetelgi çıkan dikin köyüne teşkilatla katlaştım. Kurultaydım, vazife aldım. 2010'dan başlayıp hazır kadar çapar götürüp meyve baktım. Lekin ular xalqni o'rtalaydigan, keyingi ma'nolaydigan bir narsani ko'rolmadi. Sabab nima? Ularning eg'iz dini yo'q. Endi demakchi o'g'lim nima desa bu din qurultayninki saqonliq yoki ma'rif jamiyatining dini emas. Bu dinni chet eldagi qurultayni asos qilgan tashkilotlar o'ziga ilib, buni amliyleştirib, namozni o'qib, bu dinni chiqarib so'zlab, o'sha dinni birlashtirgan o'sha kitobni bir yozib chiqib şu asasında birleşse tüzgah vaqtida nurgun vatandagi o'xshash muvaffaqiyatli qo'llashga erishadi. Andan keyin pulmi keladi, adammi keladi, munosabatmi keladi. Butun tashkili dunyoni ta'sirlantiradigan bir holat shakllanadi. Xalqni 8 yillik diniy e'tiqodga, 9 yillik islomiy e'tiqodga ega 100%, 99% emas. Bu xalqni men shug'ulga qatnashdim badin. Ta kich saat küçük Arap'ını getirip pişirip kakaklar külüp de ayağını mesela yaktık ketken gördüm. Namus kaldım ben de gelgen boğutunda. Hakikaten. Programımızdaki ahlakıga asasen bu bazı teşkilatlarını pek ısıntılığa alsak bulmaydı. Kurultay üçün Kurultayning bu dini işler komiteti var. Şahsen benim bizden stüdyo yakında teşkilatınınki qonunluq axloqini nimisini
Nüfusunu qo'g'dimisak bo'lmaydi. Shuning men bu gaplarga qarshi chiqaman. Bu sorayman, meniki ichim og'rib da'vatim magetni. To'lqinaysa efendim 2014 yılında varsam, aşı özü maşininde çıkıp özü ektirodu dedemle, yende edem yok ha edemle. O namaz okuyu To'lqinaysa efendim 5 vakit namazdan bileme. Bir To'lqinaysa şimdi bir kurultayda. Kağa edemle etrafı diye 50 giden bombandı Germaniya'daki şunçılar çok yerde. Sebep nime? Din yok. Din doğruluk söz degen öyle kitemde bu vallahi 24 saat vaktineki, haftineki 10 saat siyasetin sözlüse, bir 50 saat din sözlüse, halkımızda bütünle kendini yamaştırıp mamattı. Ama yok şu an benimki şu Ümit Musa Bayit Efendim'inki ya ki şu ideologiyini, şu hıyalını, şu söhbet arzularını kollagan ya ki avaz kastan şu ideya asasında bir çetelkilerini bir ittifaklaştırıp, ümit toşkuzup, haqiqiy bir dünya ta'sir olgan bir teşkili tüzümünü şekillendireyli diye vaxtıda demisimi muşurunda bir kitapını yazıp çıkıp, bunun için boysunduğanlar, umumi ammabat halk itiraf kıldıgan. Çetelki, vatan işçilik. Sizlarga hazır 10 minut bo'ldi. 10 minut bo'ldi. Oxirgi so'zlarni olay, undan keyin chunki boshqa qarindoshlarım yamanchoq telefon qilib ketdi. Undan keyin men programma bu sorayman, bu real bir içimdeki neresini dep kaldım. Şu kitapni yazışkı nispeten benim bir kadar dostlarım, münasebetlerim var. Yardımcı olana tanıştırış asasıdan çetelde yaşamak. Bu hazır. Ben demiş nasıl. Andaki kitap yazılgandan keyin bu tahrirler kompüterge elip ben nasıl besişine vermiştim kalmasam yaşımdan çıkar. Allah razı olsun, rahmet. Bakın size sualım yok. Sualım yok. Sualsız sohbetler yaxşı oldu. Cevaplarını anladık. Allah razı olsun, rahmet. Sen Ustaz memleketi bir nesinde hem de bir kitap yazılış gerek desek hem de 10 kitap yazılmasın da taraftan. Bu sistemlik bir organ yani en üstündeki bir organ yapmış akademik xodimlar bilişip durup mesela bir devletli birisi başlagan olsa bir kısmını birbirisinden haber oluş gerekli. Bu mesela okşayışını neceden mecterip kılıp energiye ne biyodiye israf varmış. Çünkü bunda koordinatlar birbirisiyle alakalı bir kitap yazılsa o kitap ama bu bir yukarı seviye iştirak olduğu kesbi xodimlarla siyasi türlü birleştirdiği iş bu. Cemiyetşünas, tarih, insanşünas degandek nurg'un ishlar Uyg'urlarni bek yaxshi bilib, Uyg'ur o'qisa, ashuna qiynab qo'zg'alib, o'rindan qo'pib, men mana shuni qilaman deb mangadigan yer kelish kerak. Bu milliy görüş, da'vo degan kitoblarni Turkiyadagi qarindoshlarimiz o'qib baqsa bo'ldi. Endi Yevropadagi qarindoshlarimiz nimalarning Yevropada yozilgan boshqa kitoblar va shularni o'qisa bo'ldi. Mana bir o'qib baqsa bir dastlabki tushuncha olur uchun nima uchun bir turk men milletçi, men ülkücü de cinini verişti teyya bu davaga. Çünkü bu kitabını okusanız, ondan keyin şu kitaptaki ideologiya milletni shundoq ekib qo'ygandami? O kitap bir kalmıştaki nurgun tügün meselelerini Amerika qarindoshlarimiz degandek bu din qanday qildi, millet qanday qildi degan meselelerini hal qilish kerak o kitap. Bir yo'l ko'rsatish kerak. Onun keyinidan uni anadaki şuarlar bilan şehitler ölmez, vatan bölünmez diye bu bir Türkiye'nin umumu haberi degeninde devletinin milletçiliğinin şuarı. Şuarlar bilan, şiirlar bilan şu nimesiga sindirish kerak. Mesela milletçi Türklerinin atsız, Mikhail Atsızma, damlık şairler var. Milli görüşünün yıldızını tuncu urukuna çıkan Necip Fazıl, Kısakürek degandek şairlar mı var? Onun için bu şiirlerden, tiyatrolardan, kinolardan degandek teximiz jugurulup, bütün halkının bütün hayatı sınıp kütücü bu ideologiya. Şunun bilen ular cinini verişti teyyor halklar. Aşındak bir nersi bu vaxtıda o halkını siz kelimler kemallar deysiniz mi? Sizin teşkilatınızda a'zo bo'lsa mu, bo'lmasa mu? O bir yerde Türkistan üçün cinini vermedi, kılvatka işinin doğruluğunu nişanı inip aldan kılıyor. Şunun için bu kitap yazılganda bunu uğurlaştırıp merkezlik birbirine alakalışı oluş gerek oluş. Çünkü ilmi tatbikat oluş gerek.
Rahmet. Bu kitap degan gapni aslında kichikkina ochiqlama berib qo'yish lazım. Kitap desa bu bir kitapdan birini yezib buni o'qiydigan o'xshagan. Bu bir ideologiya. Bu ideologiyaning vositasi kitap. Albatta. Buni hamda xalqimiz buni bu hamda qildigan ish topolmay kitob yozishga o'xshaydi deb qolmasin. Bu bir millatda 70 yilning yog'i bo'lmayotgan bir to'g'ri bir ideologiyani tashkilotlarimiz, rahbarlarimiz jiddiy qarab buni yezib chiqish lozim degan gap kelamiz. Uningdan keyin ikkinchi qismida undaki singlimiz dedi, biz hamda bek ulgurmayapmiz. Biz bir ish qilsak bo'ladi vatanga deydi. Uning konkret ishlarini Alloh xolis deyishimiz zodi Musaboyev qarindishimizmi buningdan keyingi xizmatlarda shu konkretroq ishlarga qo'ltiq ishni o'ylashib, dastlabki bizning darsimizning ikkinchisi bu taxi, uchinchisi va to'rtinchisi bor. Buningdan keyin taxim amaliylashimiz. Bizning mushu darslarimizning o'zi bir amaliy desanglar bo'ladi qarindoshlar. Biz bu yerda quruq gap qilib, ani qilish kerak, ma'ni qilish kerak, ma'ni yozish kerak demayapmiz. Yozisizlar bundan keyin tashkilotlar, rahbarlar, siyosiy yo'llar, akademisyenlar yozisizlar. Yazmasanglar, qilmasanglar, etmasanglar, ochiqlama bermasanglar, ekranga chiqib, xalqning og'zini etadigan, qalbini mutmain qiladigan, qanoatlantiradigan so'zni qilmasanglar, bundan keyin hamda ko'na tashkilotchilik, ko'na rahbarlik, ko'na yo'l bilan mangsanglar biz keyin oldi mangmaymiz deb amaliy so'z qilyapmiz va qarindoshlar yana men oxirida bir gapni qistirib qo'yib, ben so'zni Musaboyev efendimga berman. 10 minut vaqtimiz qoldi. Tashkilotlarning kendidan bundan keyin gap qilmaymiz qarindoshlar. Hozir yangi bir iqimli maydonga chiqibdi, ko'pincha Xitoyninki uyallari. Hozir tashkilotlarni unda qilamiz, yo'q qilamiz, bunda qilamiz deb bundaq rasman qarchaplaydigan tashkilotlarga bundaq ishni qilmaymiz. Buningdan keyin tashkilotlarni ilmiy shaklda tanqidlaymiz, taqdirlaymiz, mukofotlaymiz. Ammo keyindan g'aybat shikoyat qilib uni sen unda manda deb haqorat qilishimizga qat'iy yo'l yo'q. Buningdan keyin tashkilotlar yana o'ngshalmasa, u vaqtida siz biz qo'limizdan kelgan ishni qilib, kuchimiz yetsa shu tashkilotni o'zimiz quramiz, kuchimiz yetsa rahbar o'zimiz bo'lamiz, o'zimiz yo'l boshlab maqsad bo'laverdi. Bu yerda cho'qim shu tashkilotlar bilan qilish kerak deydigan masala yo'q. Shunga ilmiylikka yuzlanayli, tanqidimiz ilmiy bo'lsin. Yaqinda tashkilotga rahbarga so'zimiz bo'lsa, mana telefon, mana ekran chiqib ilmiy shaklda desak bo'ladi, ammo haqoratlashga, g'aybat qilishga, keyindan so'kishga bo'lmaydi deb so'zimni tugatsam. Musaboyev efendim qistirdigan so'zlaringiz bormi? Benim gapimda so'ralgan savollar bo'lsa javob bersak bo'ladi. Bo'ladi. Qarindoshlar endi yana qayta telefon qilsanglar bo'ladi. Telefon qilgan qarindoshlar, undan boshqa mana qarindoshlarning savollari ustiga chiqib ketib qolibdi ekan mening telefonimda. Shunga men qo'limdagi telefon qarab o'tirman, qarindoshlardan qanday inkos kelyapti. Ba'zi qarindoshlar xato tushunib qilib men deb ya qarab olasiz degan qarindoshlarim bo'ldi. Men qo'limdagi telefonga qarab sizlarniki yozgan inkosinglar, programmaning yiqishi yana qanday ketyapti buni diqqat qilib ma'lumotsan bo'lmaydi. Shung savoli bor qarindoshlarning hammasining savoli ustiga chiqib ketibdi. Yana qoidadan yozsa bo'ladi qarindoshlar. Bu yerda qarindoshlarimiz debdi, Uyg'ur yoshlar shahid bo'lishga tayyorlanish kerak, issiqqon bilan qilimiz kurashni qilgan ishlar inqilob jarayoni mukammallashadi debdi. Yana hozir butun xalqimiz shuning qargan vaqtida shu nihoyat qattiq ochiqqa kelib, hozir hech narsani ko'zi ko'rmay, yana Xitoy qarshi bir o'lsak bo'ladi degan gap kelibdi. Buni qanday qaraysiz? Endi bundaq ishlar bo'lganda, bundaq cho'ng qirg'inchiliklar, cho'ng voqealar bo'lgan vaqtda albatta shundoq bo'lamiz. Hammamizdan qiyin jo'sh urib ketyapti zaten. Ammo buni hal qilishda qanday hal qilamiz deganda, men bu 15 yildan yarım shu sirtda turyapman. Bir qancha ketin ko'rdim. Endi bu qirg'inchilik bo'lgan vaqtda men kichikdimanda, shundan so'ng shuni ko'rdim. Bunda vaqtlarda haqiqatan insonlar o'zini bosolmay, hissiyot aqlning ustiga chiqib ketgan vaqtida shunda bo'lganmiz endi. Bu bir namoyishlarni tashkillashga, bir cho'ng yurishlarni qilishga nihoyat yaxshi ki bundaq ulg'ib chiqqan
Bunda bir hissiyat. Ama Aleyküm bunda selam. bir hissiyat. Bir minut Aleyküm saklan. selam. Musa Bayf efendinin söz tükendi, ben size söz verme. Ama bunda bir hissiyat mı? Akılın aldığı ötüvağandıklarla biz o şey hissiyat soğuk için erkek kaldıklarımız soğukla ayakta işsel yapışıvanda toxtab koyduğumuz için. Şunun için zaten uyaktı can kilemdo, van kilemdo, tam kilemdo kim kelse biz okşaşmayış için sırtta bu narsalarga kerak bor demek için. Ama bizning yuragimizni o'xshash yetishayotgan jillatimiz bizim. Uni albatta bizim o Türkistan'ın bir erzent. Elbette. Naqtıma qarindishimiz sualı bağ o'xshaydi yoki teklif fikr bağ o'xshaydi. Anlab baqamdiq Musa Bayf efendim. Yo'q. Sözünüz bo'ladi qarindishim. Hemşire. Assalomu alaykum Tajalli efendim. Assalomu alaykum Musa Bayf efendim. Ve aleykümselam. Ben bu İbrahim Hanım'la gidip anlatmalım şunda yerim buldu. Emniyetlerine müzayisiyet okşaş ortak. Lekin biz aklımızı işletmesek bu maydanya gidip kaldı. Emine düşüncende ortak ideolojiya dengi hep bir ortak nişan da düşündüm var mı diye. Ahadın nişanımız. Şundak mı? Başta düşünsem bulandı. O'xshash nishon bilan birga o'sha o'xshamasliklarni yani qilib aytadigan bir tushuntirib aytadigan bir narsa. Oldindan o'xshamasliklarning yemish uchun muhim emasligini, yani qanday qarash kerakligini tushuntirib aytib, undan keyin nishon to'g'ri deymiz. Kayıplara cevap verdim neyim için degenden biz yakını bu arkadaşlar nemsini gördüm kandı teşkilatlarını acı hop gitti şu ortak nişan ortak ideyanın bulmasına onun da sırf mesela ki emeli misalını keltirip emeli misalım var dedim. Mesela özümüzün küçük teşkilatları da mesela anlattıysa uç kaşkara otur çıkıp bağa mesela adamlar var mesela ki konsullarla şunda konsullar şunda kuyup münasebeti bulup resimlere çıksın onu bir taraflanmayı falan bakıyor. Mesela ular dedi kanuncahtın biz yengilip kalmamız biz de kanuncahtın demegenlerdi. Çünkü biz endi kıyalımızda teşkilatlarımız bizga iyi olsa da çünkü onda kadar nurgun adamlarımız tatbik etket şu okuyuculardan da ot yürek adamlarımızın tatbik etket vallahi. Bu iğne kandan neydi 100 bir atayıp olken çünkü nağulum efendimden bazı sözleri qarab meyiz kaldım çünkü biz talep kıldıkça teşkilatlar kanuncahtın cezalımız akmamış da halkımız gümüşde özümüzün komünitesi e'lon qilib to'y to'kinlarda chiroqlarda bir badikalda qilmaslik degandek bir masalani o'tirib qo'ygan endi bizchu u chiqishlar ayiblaydilar lekin bunga faqat qo'shilmaydi shunga man qarab men demoqchi desam biz o'rtaq bir fikr yo'q hatto bizda u chiqishlar bir xoinga nisbatan bir xilliqi o'rtaq ko'z qarash yo'q ba'zilar ularni xoin deb qaramaydi ekan munofiq deydi endi biz endi munofiq deb qaradik chunki shunday bir vatanimiz ezilishda turayotgan vaqtida xalqini bo'lishincha zulmda turayotgan vaqtida bir xitoyning vakili bo'lgan konsulliklarda uch qashqari bo'lish kishilarimiz akishni o'zi biz uchun bir cho'ng ziyada endi shuni qaraganda meni fikrim endi shu kitobni yozgan vaqtida masalan shunday o'sha xalqlarga bo'lgan o'rtaq bir ko'z qarashni hal qilish usulini yozib chiqqan bo'lsa degan umiddaman endi shu meni so'raydigan savol va meni umidim shuki. Yani ideologiya kitabida munofiqlikqa bir nima berilgan, ta'bir berilgan bo'lsa, yani to'g'ri. Chunki nurg'un odamlar o'ylaydigan bu davlatning qonunida o'tiq ayiblanadi, turmaga tashlanadi, shuning uchun biz uni ayb desak to'g'ri bo'lmaydi. Yana hatto ba'zilar deganda Xitoy konsulxonasini ishlatib o'quvchi bolalarni o'qitishni o'zi bir nari xato degan ideyalar shakllanadi-ku. Shuncha o'ch qashqar bo'lib ketdi o'tirimizga jahonda ziddiyatchi. Shuning bilan endi biz qarab kishilarni bir o'rtaq bir nima yo'q edi. Unisi yaqinda askarlagan odamlar askarlanib bo'lgandan keyin biz uch qashqar aytdik, lekin ertasi u o'ziniki Facebook yoki Instagramlarga rasmdan chiqqan vaqtida uyg'urlar shu rasmni ko'rib turib, yana oramizda 50% uyg'urning ash rasmini yaxshi ko'rganligi, shuning bir ifoda bildirganligi chiqdi. Bu meni bek azobli deb raskatma qilsam. Bizda shunchaki darajada o'rtaq bir fikr yo'q, o'rtaqlik yo'q. Shu ustidan tatib ostigacha bo'lardi. Shuning uchun hozir hammadan bir loyiha e'longandek ahvol shakllandi. Biz o'rtaq bir ideologiya bo'lmagan qanday joyda bir bizga ajdodlarimiz shuni qoldirib ketmagan. Biz bundan bo'lishimizga sabab shu. Ibn Xanim shunday hazratlandi, lekin men Musa Bayf efendimning gapiga qo'shilaman. Biz Qur'onni ko'tarib, ishni olib berishimiz bilan bizda ziddiyat tug'ildi. U aniq. Chunki biz o'rtaq bir dushman hatto bir dinimizda bir o'rtaq bir fikr yo'q, o'rtaq bir definition deb qo'yildi. Yo'q bizda. Mushonatli kap bo'libmi? Biz şu müşahede turupla bir erkin dünya turupu biz münafıklarını özümüz usulü cezalayamadık. Bana bu bizim ortak bir ideali elleştiğimiz. Şununla bu ortak edildiği hazır koştu şimdi.
Gapingizni kechiradigan bo'ldim, bizda zo'r vaqt bo'lib men sizning degan gapingizga qo'shilmay, endi mana bu budaqlik suhbatning nasli buni ko'rsatay, chunki sizning deganingizga munosabat bo'lgan. Ya'ni qanday ish qiladi tashkilotlar, nima ish qiladi deganda mana bunday bir grafik bor. Avval bir strategiya ko'ryapsizmi deymi ekranda? Hozir ko'rish imkoniyati yo'q, chunki telefonda biz bilan so'zlashayotganmiz. Videoni qaytadan ko'rib baqsangiz ko'rsiz, men tushuntiravering. Bir strategiyachi umumiy strategiyani tuzib, dunyoni har qanday ishi shu. Bir shirkatni mashina yasaymiz desimi, avval bir umumiy plan tuziladi. Kim chaqani yasaydi, kim rolini yasaydi. Ondan keyin u umumiy strategiyani birinchi bosqich, ikkinchi bosqich, 3, 4, 5-chi bosqichda bo'ladi. Bo'lgandan keyin uni siyosatchiga birinchi bosqichni berdi. U siyosatchi ilg'i yozilgan ideologiyani ishlatib turib, qisqa vadeli planlar, o'rta vadeli planlar degan siyosatlarni tuzib chiqadi, kichik siyosatlar. Ondan keyin buni o'rinlaydi, masalan, balki 1 yil yoki 6 oy degandek o'rinlab, ondan keyin birinchi bosqich tugadi deb strategiyachiga qaytib bergandan keyin u ikkinchisiga o'tadi, mushtaq davomlashadi. Sizning deganingizda bu hayırlar, endi bizning tashkilot rahbarlarimiz bu hayır munofiq so'zni beklam behuda jihyani ishlatmaydigan yetishtirishlar. Chunki 5000 Uyg'ur bor davlatda hayindan jih desangiz ya 5 va ya 10 va shuni 5000 odamning yarmi hayin olmaydi. O mumkin. To'g'ri. Endi shunday ahvolda 5 yoki 10 ta hayinni deb bular degan so'zni rahbarlar ishlatsa, 5000 odamning psixologiyasi bo'ladi. Shuning uchun chet elda qancha yuz ming yo qancha million odam bo'lsa, rahbarlar bundan munofiqlar, hayinlar degan so'zni ochiq ishlatib bersa, butun hammadan bir-birini sayishgan, maaşgan deydigan ahvol shakllanadi. Xuddi Rossiya Checheniyada Chechen mujohidlarning Chechen xalqini ashunday qilishga tirishgan cho'jiq. To'rt odamning ichida birisi ishqon deganga bu Rossiyaning ijodiyati bu. Checheniyada ashunday bir tuyg'u paydo qilmoqchi bu. Bizga ham undaq tuyg'u, ashunday bir xato ish bor bizda. Endi u siz degandek undaq odamlarni qanday qildi desangiz, u siyosatchining ishi. Siyosatchi Abay nima qilgan, ya'ni rahbar Abay deyishgan ideologiyani ishlatib turib, xalqni birlashtirdi, o'sha ideologiya bilan. Millatçisini mu, dindarını mu, hemmisini birle yoki kültürel millatçisini mu, ben Uyghur ama bek millatçisini kılmayma, dindimi ben bek yok diyenlerini mi birleştireleysiz eğer başta yaxşı ideologiya yazılsa. Ondan keyin bu ideologiyanın siyasetlerini tüzgen vaxtıda şu hayırlarını yürüştürülen siyasette acayip taktikler var. Siyasi kitap okugan, kitapında şu siyasi taktikleri kandak ve yüz bergen degan siyaset ilmi münasebetli üniversite profesörlüğüne yazılan ilmi kitaplar var. Aslında kitaptan şunu okuyan adamlar ulanla kanı yürüştürüşme mümkünü bildi o yolun için. Şunun için sizden deganingizga qo'shildim, bu hain münafık degan narsalardan bizning hozir xalqimizning psixologiyasini buzayotgan ishim shu, ammo undan jiq emas, undan ishim. Bir millatning 20 yoki 3dan biri undan bo'lmaydi. Eğer ular bo'lsinmi, ular bilan qanday munosabat qilish, ular bilan qanday aniq saqlash yoki ular bilan qanday tirkish degan siyosatchining ishi bu. Asli bu xalq bu temada xalqni munozir qilib, xalqni bu temada boshqa turadigan yerga to'plamaslik kerak. Siyosatchilar yurishtirib kerak aslida. To'g'ri. Yana Mishal Jigabni xo'sh, so'zlang. 20 minut gap olsam bo'ladi. Men qo'shilma degan gap aslida buni rahbarlar qilish kerak. To'g'ri. Endi to'g'ri men gapga qo'shilman. Nima uchun siz hamma fikr bo'lmaydi? Bizning o'tirimizda hozir shu bir qism odamlar yo 5-10 odamlar bizning o'ylab biz o'tirimiz ko'kaq savatdi. Shuning uchun shu 5-10 odam askarlarga ham shuni siyosiy yo'llarimiz bitirib qilish kerak. Shu bizning deganimiz shu. U rasm chiqqani hammasi shpion bo'lmaydi. Ammo bu yerda bir cho'ng bor-ku. Ashuni so'rab aytib Xitoylar askarlar deyapti shu rasmni. Shuning uchun biz o'tirimizga ziddiyat uchun ashkarladik. Endi bu bolalarni so'rab akagan shu rasm chiqargan odam oldimizda aniqli borda 10 yildan yoki kishilarning og'zida ham bu narsani ko'ryapmiz. Deganimiz yaxshi bo'ldi, men tushundim. Hozir
Şununla meni hazır fikrim faqat şu doğru bir eğer kitap yazıp qalsanlar bir konkret usulan çoxum deysizlar qaçan. Şundaq muhim kelçu, endi oturumuz bizga falan bo'ldi. Rahmat. Sizga ko'p rahmat hemşire. Allah sizga rahmat qilsin. Sizga Allah rahmat qilsin. Rahmat. Bu hemşerimizin sözüge men qatılma, yani abay bir hemşerimiz nim qildi da biz qurolliq nim qilmamdiq deganda aslında bu ideologiya kitabida shu qurolliq harakatning nimasi qandaq shaklda bo'ladi bu mu sözlündü o Musabayev efendim ha? İdeologiya deganimiz abay qayrılışımız dedi kitap yazıp qalsanlar kitapni biz yazmaymiz, kitapni tədqiqatçılar yazıyor. İlmi tədqiqatçılar birleşip yazıyor. Çünkü Uyghur tarih bir kesibni bir adam yaxshi bilishi mumkin. Ama bu ideologiyani yazish uchun 7-8 kesibning ehli kerak. Tarixchilarni tarix yazib qo'ysa, tarix kitob bo'lib qoldi u. Shunday. U jamiyatning odamlarning shu qerinishimiz degandek jamiyat psixologiyasi va millat psixologiyasi va işte xoin degan vaqtida odamlarning qanday inkas qaytirdigini insonshunoslar, jamiyatshunoslar biladi uni. Shuning uchun 7-8 kasbning ehli bir yerga kelib, mushu hozir do'stimiz degan savollarning hammasiga javobni shular topalaydi birlashtiribchi. Ammo xoinlarni qanday qilamiz yoki bunday ishni qanday hal qilamiz deganda ideologiya kitobda bo'lmaydi bu. U endi siyosatchining siyosiy xoinning ta'rifi bo'lishi kerak ku. Xoin degan nima? Qanday odam xoin bo'ladi? Eğer siz onu hainnin tarifini ideologiyada iniq qilib Xitoy bizning eng jon kuydirib ishlayotgan vatanparvar xodimlarimizni shu haindekli ko'z tutsa, nimani senaryoni o'rinlashtirib yolg'on teatrni biz uni shamga saqlaychiqchu. Shuning uchun ideologiyaga yozilmaydi u. Ideologiyaga xalqqa nima qilsiz, unda hainlarni yana bir ularni tirkishidan, ularni joylaydigan tashkilotning rahbarlarining ishi u. Uni xalq bir taraf qilmaydi u. Rahbarlarning ishi. Agar bu rahbarlar aramizda qoyim bor, mushu Xitoyning munofiqlari desa, u rahbarning saviyasidan gumon qilsangiz bo'ldi. Chunki 2-3 ta qoyim bo'lsa, yoki boshqa tashkilotdagi odamlarning rahbari bilan bo'lgan bir-birisining kishilik ziddiyati uchun qoyim munofiq degan so'zni unda mas'uliyatsizlik bilan ishlatsa, 100 ming, belki necha million muajiratchi Uyg'urning psixologiyasini buzadigan gaplar. Da'voning abay bir gap to'g'ri bo'ldi. Bu xoinning masalasini shu tashkilot rahbarlari xalqning ommasiningki betaraf qilishiga zaten davlat mashinadagi qonun bo'yicha o'g'rini tutib olsa, uni albatta qozixona yoki shu adliya organlari soqchi qaroqol tutib, uni nima soqchi jazolaydi masalan. Herkesmi xalq keliblam o'g'rining qo'lini kesib etmaydi yoki uni keliblam dumbalab ketmaydi kerak. Bu Uyg'urlardagi xoinlik masalasi, munofiqlik masalalarini tashkilotlar egolab bunday ishlarga xalqning orasiga tashlab qo'ymay, tashkilot rahbarlari tashkilot betaraf qila olsa, xalqmi bunga o'shiq zehnini sarf qilmasa, bu noy to'g'ri shaklda betaraf qilingan bo'ladi bu xoin munofiq masalasini. Endi abay tefaqadan qerinishimizni deydirdim. Budaqa programmamizni ko'rdim, chunki budaqa programmamizda abay azroq bilmaydi ko'z kerak bo'lib ko'z qoldim. Budaqa programmamizda konkret strategiyachi qanday tuziladi. Endi men strategiya mandaq tuzilish kerak, andaq tuzilish kerak deb oqsoqollik qilmayman. Chunki men bu strategiyada xalqaro saviyadagi bir strategiyachi emas. Shuning uchun ammo bizning strategiyamizni tuzayotgan kasbiy xalqaro saviyadagi odamlar bor. Bular tuzgan strategiyalar bor. O'zingizni uncha bek kichik filmi deb ketmang, biz sizning nima qilayotganligingizni ham bek tegidan bilmasakmi, yaqindan beri bilamiz, nima qilayotgan xizmatlaringizni bilamiz inshaalloh. Sizlardek qarindoshlarimizning, yoshlarning bu maydonga chiqishiga bek taqozo bor, millatning bek taqozosi bor. Uning uchun o'zimizni kichik chaqlab, hamma ishni tashkilotga, akademiyalarga, cho'ng yoshliklarga atib qo'ymay, sizlardek qarindoshlarimizning ko'plab maydonga chiqishini shaxsan men umid qilaman. Rahmat. Endi men davomlashtirsak,
Bu da programını kösün belki dostumuz. Çünkü bu da programında konkret iqtisodiy ahvolni qanday yaxshiligi bo'ldi. Masalan, bir tashkilotning yillik kirimini har bir tashkilotning 500 ming dollardan 1 million dollargacha kirim kiradigan narsani qanday konkret amaliy yo'llardan qanday qila olamiz. Ondan keyin tashkilotning shu nizomnomasi tuzumini qanday kuchlandira olamiz degandek temalarni so'z konkret bu da ham nazariyamiz amaliy narsalarni so'zlaymiz. Bo'ladi. Ya hozir men amaliy masalalarni so'zlashdik hozir. Cho'ng masala yo'q. Shuning uchun bu da programmada agarda vaqtini ajratsa do'stlarimiz kelajak amaliyot konkret nimada ishlaydigan hatto yoshlarning tashkiloti hatto bir madaniyat tashkiloti yoki bir çünkü medeniyet mi kerak bizga bo'lsinmi shu madaniyat tashkilotlari bo'lsinmi ishlaydigan shu taktikalarni shunday narsalarni planlarni ishlash bo'lgan narsalarni chiqaramiz yolg'iz siyosiylar emas hammasi ishlaydi shuning uchun bu programmani ko'rsat terim amaliy bo'lishga tirishimiz. Allah razı olsun. Rahmet sizden bu sohur vaktiniz bo'lib qoldi. Qancha minutingiz qoldi sohur chiqishga? Bizga yana 40 minutdek qolgan. Meningki iftar vaqtime yaqinlashdi. Men programmani tugatishim lozim. Albatta saatlab so'zlashishimiz, sizlardek o'qiganlarning ilmini ilib lozim. Ammo bu qatim mishada oyoqlashtirsak, oxirgi so'zingizni olaman. Endi bizim bir Şərq Türkistanlıq buluş fikrimimiz bilan bu Şərq Türkistan meselesini bizden o meselemiz. Hem nima burun teşkilatlanışçıdan bo'lgan burun bu yo'ldimi mangan tirishib batgan qanday bo'ldi bu ishlarda jazmishlarda deb yashash jarayonida o'rgandik. Endi bizdan maqsadimiz avay deganimdek kichik ondagi insanlarni taklif qilib insanlarning tashkilot rahbarlarining o'rtasida jidal qilishdan hech bo'lmasa bir ideologiyalarni taklif qilmasakmi bu voqealarni taklif qilgan davlat bilan davlatni o'rtasida mandat tushibdi bu nima deydi anchalik Trampning chechanda keldim boshqa yoqqa o'tishga chaqiraman endi qarindoshlarimizni azroq bo'lsin bir ilgarilash bo'lsin demoqchiman ammo hech qanday tashkilotga qarshi yoki hech qanday tashkilotni men tashkilotni %100 qo'llayman men tashkilotlar deydigan ishman yo'q faqatla mening ko'rishim agarda qarindoshlar butun Sharq Turkiston davosini dindor tashkilotim va millatchi tashkilotim va yoki ishqiz aralashim va butun tashkilotlarning ahvolini ko'rib men his qildim o'shalar. Agarda qarindoshlarimiz buni ko'rib to'g'ri deb qo'shilib qabul qilsa qabul qilsin. Agarda yerimi to'g'ri, yerimini qabul qilolmayman desa, uni mayli. Agarda buni yo'q bu qarashlar xato desa, bu albatta o'zining qarashi. Men hech kimni cho'qim ma'qul ko'rgan Allah demoqchi emas, faqat suhbat. Qarindoshlarimiz bilan bir-birimiz bilan suhbat. Mening qarashim ma'qul degan narsani so'zlamoqchi. Buni to'g'ri tushunishni umid qilaman. Allah razı olsun. Bütün qarindoshlardan Allah razı olsun. Programımız nəhayət canlıq, əməli bo'ldi deb qarayman bu qitim programını. Axırda bir qarindoshimiz bir qancha qitim tavsiya qilib qoldi. Menga Messengerdan yozib o'tdi. Telefon qilishga apsiz ekan. Ramazon chiqayotgani to'di. Turkiyadagi qiyinchilik va qarindoshlar bizga so'zlatdi. Undan keyin Yevropa tavasidagi bu zakat fitr masalalarini bitirib qilishda aniq bir narsaga ega bo'lolmay qilyapmiz. Buni bir bitirib qilsanglar bu ekranda bir anlatib qo'ysangiz deb menga bir qancha qitim yozib ketdi qarindoshimiz. Hozir men buni devitib undan keyin ekranni taqsam bizning qo'limizda hozir mana bu İstanbul'daki Sayya Sağlık ve Hemkarlık Teşkilatı'nınki başlığı Abdug'appar Hacim bilen biz birlikte işletimiz bu yıl hizmetini. Yani hazır qo'limda ma ko'rinandim bilmadim. 180 kishininki tizimligi bor. Qiyinchilik va ehtiyoj bo'lgan. Uningdan boshqa yana bir tizimlik va hech yordam olib boqmagan, ammo qiyinchilik va oilalar
Onundan başqa bugunmi ko'rishdi ma'lum bir davlat qapsilib qolgan qarindoshlarimiz bor. Iqtisodga jiddiy ehtiyoj bo'layotgan. Onundan başqa ikki yerda turmadagi qarindoshlar menga yozyapti. İqtisodga ehtiyojimiz bor deb. Bularga yordam qilishni xohlaydiganlar bo'lsa, mayli İstanbuldagi bizning hamkorlashayotgan tashkilotimiz Abdug'appar hojim bilan ko'rasiz bo'ladi, mayli men bilan ko'rasiz bo'ladi. Biz bularga yordaminglarni yetkazib bersak bo'ladi aziz qarindoshlar. Mushuni deb qo'yish bilan men so'zimni to'xtataman. Musaboyev efendim, sizga ko'p rahmat. Zamoningizni oldik. Sizni zo'rliq yegil qo'ymay, kechalarda uxlatmay dars qildiryapmiz. Rozi bo'lib ketasiz inshaalloh. Estağfurullah, sizga rahmat desak bo'ldi. İnşallah aldığımızdaki zamanlarda yana sizlarni ekranga chiqib shu darsimizni davom qilamiz. Qarindoshlar o'ylab qilish mumkin, bular yana nazariyaviy narsalar o'xshaydi bu ish deb. Bu undaq emas qarindoshlar. Biroz kallanglarni ishlatsanglar, bizningki qadamni boshdan tashlayotganligimizni vatan xalqimiz uchun, shu mazlum xalqimiz uchun jiddiy bir shaklda izlanayotganligimizni, ma'lum bir ishlarni planlayotganligimizni, ma'lum projelarni maxfiy shaklda olsun, mayli oshkor shaklda olsun planlayotganligimizni biroz aqlli qarindoshlar sezalaydi. Shuning uchun har vaqt xato tushunish bo'lmasligini, bizning quruq gap qiladigan insonlar emasligimizga ishonishinglarni, bundaq kullab maslahat qilib vaqtimizni bir yerga kelib qilayotgan darslarimizni, suhbatlarimizni ham bahrilashinglarni, taqim ko'p Uyg'urlarning anglashini bir tal ko'nikkan besish orqali qo'llash, desteklash degan bu so'zning ma'nosini amaliyotga oshirishinglarni umid qilamiz aziz qarindoshlar. Sizga ko'p rahmat, Umid Musaboyev va ekran oldidagi butun qarindoshlarga Allohning rahmatini tilayman. Oxirida Sharq Turkiston xalqininki tizdan bizning qo'limiz orqali, bizning strategiyamiz orqali, bizning yo'l ko'rsatishimiz orqali, bizning harakat qilishimiz orqali, bizning Qur'onimiz va qurolimiz orqali pat yaqinda Xitoy zulmidan qutulib chiqishiga Allohdan tilayman. Alloh subhanahu va taolo ro'zlarimizni qabul qilsin, duolarimizni ijobat qilsin. Shu mazlum Sharq Turkiston xalqimizni pat yaqinda hurlikka, erkinlikka, mustaqillikka erishtirsin. Amin. Hammalarni Alloh topshirdim. Yana bir qitimliq programmada ko'rishgacha omon bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.